hozirgi kunda insoniyat Peter Leydenning fikricha 3 ta revolyutsion g'oyani ustida yashayapti. Balki hozir gaplashib o'tirganimizda AI qaysi ishingizni qilyaptimi hozir? AI'ni o'rganinglar, zo'r samaradorlikdan oshadi emas. AI'ni o'rganinglar, bo'lmasa qolib ketasizlar degan masala. Sun'iy intellektni ishlatishdagi eng oltin qoida sun'iy intellekt yo'q deb tasavvur qilish. Video generatorlar chiqib ketyapti. Demak, sizlarga qaysidir ma'noda ish qolmaydi ekanda degan ma'noda so'raganimda o'sha yigit aytgan. Ish qoladi. Nimaga? Chunki bizza oddiy odamlar bilmaydigan narsalarni bilamiz. Juda ko'pchilik qilyapti bu ishda. Kontent sun'iy intellektdan olinganligi 100% bilinib turibdi. AI ni ishlatish masalasi haqida gap ketganda, qaysidir nuqtalarga ishlatmaslik kerak degan bir qoidangiz bormi? Sun'iy intellektning javobi bu to'g'ri degani emas. AI birdaniga bitta xato qilib qo'ysalar, mingtadan bitta xato qilsa ham yangiliklarda headline bo'ladi. Korxonaning egasi kelyapti. Mana shu bo'limini qisqartirish kerak deydi. Nima uchun? Negativ yozgan odamlarni ko'ryaptigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi AI ni haligi magic sifatida qabul qilgan odamlar, ya'ni sehr sifatida qabul qilgan odamlar. Biznes, masalan aytdingiz, B2B da o'sha narsa savdoda juda ham katta miqdordagi pul tejaldi. Odatda mana shu tajribangizdan kelib chiqib, bu tejalishlar nimani hisobiga bo'ladi? San qilgan resheniyani, ya'ni yechimni boshqalarda anaqangizga xavf tug'dirish jarayoni bormi? Shu yerni 2 marta emas, 50 marta o'ylab ko'rish kerak. AI agar shu ko'rinishda davom etsa, nimalar yo'q bo'ladi? Qo'y boqib turgan bo'laman. Qo'y boqish mumkin bo'lsa. Anthropic kompaniyasining rahbari. O'shani gapdan. Biz AI da qanaqa ishlashini hozirgacha bilmaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Yana demak, AI seriyali mavzularimizni davom ettiramiz. Biz AI biznes, AI va ta'lim haqida gaplashdik. Uchinchisi mana bugun AI va samaradorlik mavzusida bo'ladi. Bu topikka juda ham bir loyiq insonni topdim va ularni shu yergacha kelishga ko'ndirdim deb o'ylayman. Xo'sh, 1% bilim bo'yicha Xurshid akani ko'pchilik taniydilar. Hozir Head kompaniyasi, bu haqida hozir o'zlaridan so'raymiz. Asoschisi va direktori, boshliqlari Xurshid aka Marzoqov bo'ladilar. Aka, kelganingiz uchun kattakon rahmat, vaqt topib. Xurshid aka, bir narsani so'ramoqchiman. Avvalo haligi intervyularda bo'ladi-ku, nima uchun sen degan narsa. Tasavvur qiling, mana biznes va samaradorlik haqida gap ketganda sizni tanladik. Ko'pchilik tavsiya qildi sizni va o'zim ham ko'p videolaringizni ko'rib va oldindan hali hech kim AI haqida gapirmagandan boshlaganingizni bilib, sizni taklif qildim. O'sha savolni sizga bermoqchiman. Nima uchun siz? Ya'ni nima uchun mana shu AI va samaradorlik topigiga loyiqman deb o'ylaysiz aka? Men o'zi avvalambor e'tibor qilib chaqirganligingga rahmat. O'zim hech narsaga loyiq deb bilmayman. Lekin mehnatlaringiz aka AI va samaradorlik bo'lganda balki qilgan loyihalarimiz bordir. Ya'ni bilmadim, men 2022-yilda oxiridan beri, ya'ni invite based bo'lib yurgan paytda ChatGPT o'shandan boshlab ishlataman. Sun'iy intellektni. Hali hech kim bilmagan o paytda. O paytda endi anaqa edi, bitta Amerikadagi o'rtog'imiz bor edi. Shuni anaqasi bilan olganmiz. Keyin loyihalar qilishni boshlaganman. Birinchi AI bo'yicha ta'lim platformasi, ya'ni Protocol 57 ni ham o'sha paytda chiqqan. Bu nima desangiz, Protocol 57 O'zbekistonda eng kam, ya'ni bizni atayin so'ndirishgan tanqidiy fikrlashlarimizni prompt engineering bilan qo'shib o'rgatadigan platforma. Oddiy. Shundan boshlangan o'zi hammasi. Undan keyin AI bilan bog'liqdan mana rasm platformasini qildik. Ya'ni bu ishni qilish jarayonida endi o'zim bundan oldingi loyihalarim bo'lgan, ya'ni Rasta yoki Girgitton o'sha 5 ta viloyatda ishlagan, bilamiz, 86 mingta user bo'lgan. Ya'ni o'zim AIda ichiga kirib qolishim sababi ham shunda. Ya'ni o'zim texnologik anaqangi yoki ERP implementatsiyasi bilan o'sha KPI.com da Muzaffar aka ustozim bo'ladilar. O'sha Saudiyada, ya'ni KPI unaqasi bo'yicha direktor bo'lib ishlagan paytlarimda yoki boshqasida o'zi IT ning ichidan chiqqanligim uchun AI ga avtomatik kirib qolasiz, ya'ni qiziqishingiz avtomatik uyg'onib qolgan bo'ladi. Va bularni qilish jarayonida hamma narsani demak topshirsam bo'lar ekan-ku degan tushunchaga kelib qolasizda. Qo'pol qilib aytganda samaradorlikdir balki. Ya'ni ko'pchilik aytadi, sizni deydi, maktablaringiz bor deydi, yana bu ishlaringiz bor deydi, qanaqa qilib hammasiga ulgurasiz deydi. Bitta qanaqa. Ayrimlari bilmayman qanaqada Xudo baraka berib qo'yadi. Men shu AI da ham shunaqangi tushunishni xohlayman, juda ko'pchilik, ya'ni Xudo tomonidan berilgan ne'mat deb tushunish kerak.
ya'ni bu balo emas. Aha. Aslida bu tarafdan qarasa balki ne'matdir. Mhm. Yaqinda Hasanxon domla bilan ustoz bilan o'sha din va AI mavzusida Aha. alohida mavzuda manimcha chiqib qolsa ham kerak, podkastimiz bo'lganda ham aynan shundagi ayrim masalalar bor. Mm. Ko'pchilik hali konservativ bo'lib AI deb aytdan ishlatmaslik kerak degan joyida aynan o'sha joylarda ishlatish kerak joylari bor. Ha. Yoki aynan samaradorlik masalasida o'zi umuman savolingizga nima uchun siz desangiz, shundan keyin biz mana yanvardan boshlagan bo'lsak, AI ni avtomatizatsiya qilish bo'yicha o'sha xatda ya'ni yetarlicha klientlar bilan ishlab, ya'ni mijozlar bilan ishlab yetarlicha pulini tejadik. Mm. Va bozorda misol uchun bizni yechimlarimizni ishlatyapti turgan katta kompaniyalar bor. Misol uchun EPAT ham bo'lishi mumkindir yoki ishonch kompaniyasi. Bu unaqa emas, printlar. Mhm. Ko'p bunaqangi nomlar ko'p, ya'ni qolganlarini aytolmaymiz. Aytolmaysan, shunaqa bilaman. Qolganlarini aytolmaymiz, ya'ni NDA borligi uchun, boshqa bo'lgani uchun. Ya'ni qilib ko'rdingmi, tejab ko'rdingmi? Asosan BNPL bizneslarda, ya'ni nasiya savdo bizneslarida ancha ko'p joylarini tejab ko'rdingmi? Shuning uchun men o'ylayman, bilmadim, agar sizlar loyiq topib chaqiribsizlar, demak, shuning uchun bo'lsa kerak. Shu javob kutgandim aka. Kattakon rahmat. Shu savolga aka qaysidir ma'noda mantiqan bir bog'liqlik tomoni bor. Ko'pchilik hozir shaxslar aytayapti. AI dan qaysidir ma'noda AI dan emas, AI dan bo'lgan suhbatlardan, AI haqida bo'lgan gaplardan charchadik degan narsani aytilyapti-da. Qiziqarli narsa. Lekin aslida odatda ko'p haqiqatlar suhbatlar davomida ko'proq gapirish orqali qilinadi. U jamiyatda bo'ladimi, biznesda bo'ladimi, oilada bo'ladimi, farqi yo'q. Bu narsaga nima deb qaraysiz? Ya'ni AI haqiqatan bir klishe darajasiga chiqib ketdimi? Yoki o'zi umuman shaxslar holati? Chunki hozir men aytayotganim aka, biz 3 ta sektorga bo'lamiz nimamizni, podkastimizni. Shaxslar uchun AI qanday bo'lishi kerak? Biznes uchun bu asosiy sizni bugungi assetingiz bo'ladi podkastimiz uchun va hukumat uchun ba'zi bir savollar. O'shanga shaxslar uchun qay darajada AI haqida gaplashish kerak yoki bu narsa rostdan ham klishe, ya'ni siyqasi chiqqan mavzu bo'lib ketdimi? Nima deb o'ylaysiz? Instagram yoki bo'lmasa bugun kechani Bloombergga agar Daryoni intervyusini ko'rgan bo'lsangiz, o'zi kecha chiqdi adashmasam. Ya'ni u aytayaptiki, ijtimoiy tarmoqlarni men yomon ko'raman deyapti. Ijtimoiy tarmoqlar ya'ni shu darajadagi nafrat bilan qarayman ularga. Yo'q, shu darajada. Ya'ni chunki ijtimoiy tarmoqlar o'zini oqlamadi qaysidir ma'noda. Bekorga davlatlar ijtimoiy tarmoqlarni yopyapti turgani yo'q. Mana Kanada eng pro anaqangi davlat, Kanada mana kecha e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarni 16 yoshdan anaqangilarga bermaymiz. Undan oldin ancha davlatlar o'zi aytgan edi bu narsani. Shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zini bitta chiroyli qoidasi bor, algoritmi bor. Ya'ni sen qisqa vaqt ichida odamlarga magic, ya'ni sehr ko'rsatib, qo'pol qilib ular diqqatini ushlab qolgan. AI juda zo'r mavzu bu masala uchun. Va siz internetlarda, ya'ni Instagramlarda, Facebooklarda ko'ryapti turgan AI ni qanday ishlatish oddiy shaxsiy masalalarda. Men 5% dan qoplayapti deb o'ylamayman. Chunki qaranglar, mana men bunaqangi kirgizdim. Mana bunaqangi prompt yozsalar ham bunaqa qilasizlar. Mana plus so'zini qoldiring. Prompt jo'natamiz. Nima qiling, jo'natamiz. Yo'q. AI shaxsiy masalalarda unaqa ishlamaydi. Bu qaysidir ma'noda odamlarni AI ga tayyorlash uchun yaxshi poligondir. Lekin ertaga asosiy masalalar tam Instagramdagi yoki bo'lmasa TikTokdagi AI da qanaqangi ishlatish bo'yicha tam tool nima deydi? Reelslardir, karusellardir, vositalar, o'sha postlar, o'sha yerdagi content haqiqiy AI o'rganish uchun bilmayman qanchalik odamlarga yordam beradi. Lekin zo'r ko'riladigan content. Wow deydi hamma. Chunki как sehirdek ko'rsatilinadi endi. Hop, endi shaxsiy AI ni siyqasi chiqib ketdi deyishdi. Birinchi unaqangisi shundan deb o'ylayman. Ikkinchisi, AI eng katta ta'sir qilgan soha content makerlar bo'lib qoldi. Va content makerlar aynan ijtimoiy tarmoqlarda frontida turganligi uchun ular nima deydi? Nima desam bo'ladi? Bu narsani ommalashtirish, ya'ni kim bo'lsa AI haqida kim gapirishga haqli desa, hamma gapirishga haqli, muammosiz. Muammosiz, hamma gapirishga haqli, lekin hamma to'g'ri gapirsa
yaxshiroq bo'lardi. Aha. Lekin afsuski mana misol uchun sani ishing nima desa, mani ishim deylik content making. Ya'ni contentni generatsiya qilish. Va u AI'da ishlatyapti o'zini ishida. O'sha narsani chiroyli qilib tushuntirib bersa, muammo yo'q. Ya'ni hammaga manfaatli bo'ladi. O'zining sohasi. Hammaga zo'r bo'ladi. Bizdagi asosiy muammo aynan o'sha narsani faqatgina haligi nima tarafdan ochilishi. Ya'ni nima desam bo'ladi? Qaranglar, mana nima qilyapti. Agentlar mana ishlab o'tiribdi. Ha, okey, yaxshi, zo'r va bu narsa yaxshi tortgani uchun, ya'ni kontent niqasi tortgani uchun, uchgani uchun, viral bo'lganligi uchun o'ylayman, ko'pchilik shunaqa qilyapti deb o'ylayman. Bu ham bitta texnika deb qarang, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi hozir anaqangi usullar moda bo'ldi-yu, Abdujabbor deb gapirib qoladi, Nodirjon deb gapiradi. Maqsad o'sha nodirlar eshitishi va nodirlar o'zini nodirlarga buni usullardan bitta turi demoqchi. Jo'natish. AI ham xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni AI haqida gapirsak, Instagram yaxshi ishlab, anaqangi tortib beryapti, hokazo. Shuning uchun hype bo'lib ko'pchilik o'yini aynib ketdi deb o'ylayman. Lekin aslida gapirish kerak bo'lgan, o'rganilish kerak bo'lgan, majburiy bo'lgan narsalar aslida. Majburiy bu narsa. Ya'ni tavsiya qilinadigan narsa emas. Bundan keyin AI'ni o'rganinglar, zo'r samaradorlikni oshadi emas. AI'ni o'rganinglar, bo'lmasa qolib ketasizlar degan masala. Hali agar o'rganmasalar unaqa emas-da bu, holat emas bu. Ya'ni majburlik, shart degan narsa-da, to'g'rimi? Ya'ni bu taklif emas-da, o'rgansalar yaxshi. Yo'q, taklif emas. Ya'ni bu qanday desam ekan, tipping point degan narsa bor. Tipping point, Malcolm Gladwell'da ham kitobi bor, bilsangiz, ya'ni tipping point degan kitob bor, ya'ni ayrim anaqangilar bo'ladi. Deylik, alanga olib ketadi g'oyalar. O'sha alanga olib ketadigan texnologik g'oyalar har doim tarixda bitta bo'lgan. Bir paytda bitta bo'lgan. Ya'ni bug' mashinasi ixtiro qilindi deylik, yoki mesela internet deylik, yoki smartfonlar deylik, ekranli telefondagi smartfonlar. Va mana shu smartfonlarmi yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar, insoniyat aynan shu narsani keng jamiyatga tarqalishi uchun qanchadir muddat olgan. Temir yo'llar birinchi qurilish boshlangandan keyin dunyodagi sal o'rtacharoq davlatlarda ham temir yo'lni bo'lishi ma'lum bir muddat vaqt olgan. Yoki bo'lmasa deylik har xil ixtiyoriy texnologiya, mana misol uchun smartfonlar qachon chiqdi? iPhone 2000 ekranli telefonlar oldin bo'lgan, lekin aynan iPhone ko'p nimani o'zgartirganligi uchun, ya'ni barmoq bilan bossa bo'ladigan bo'lib o'zgarganligi, bilmayman 2007-2008 dir. 2005 shunaqa paytlardan boshlashgan. Ya endi iPhone 1 2007 chiqqan deshmasam, 2007 yoki 2008 chiqqan. Shu narsa hammaga ommaviy bo'lib, mani uydagi misol uchun 60 yoshdan onaxonim ham o'sha narsani ishlatishlari uchun yoki ishlatishlari uchun oradan qancha bir 20 yil kerak bo'ldi. 20 yil kerak bo'ldi. Shunaqangi darajada. Texnologiya umumiy adaptatsiya qilish uchun. Sun'iy intellekt unaqa emas. Sun'iy intellektda tez tarqayapti hamma narsa va tez bo'lyapti. Hamma narsa exponential bo'lyapti. Shuning uchun o'rganish shart deyapmiz biz. Tipping point deyishimiz sababi insoniyat har doim bitta tipping point, ya'ni bitta revolyutsion g'oyalar yoki texnologiyani ustida bo'lib kelgan bo'lsa, hozirgi kunda insoniyat Peter Leidenning fikricha 3 ta revolyutsion g'oyani ustida yashayapti. Ya'ni ular revolyutsion g'oyalar, bular o'zi va atrofidagi sohalarda tubdan o'zgartirib tashlaydi va iqtisodiyotga tubdan ta'sir qiladi. Masalan, birinchi sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt bu insonlarda samaradorligini oshirishi, ishchilarni komanda bo'lib, misol uchun ayrim manual, ya'ni nima desam, ular qo'l bilan qilinadigan ishlarni, mehnatlarni sekin-sekin yo'q bo'lishi, uni o'rnida boshqa qanaqangilar egallashi, mehnatlar, ya'ni ish kasblar egallashi bo'ladigan bo'lsa, undan boshqa bir qancha qanaqangilari bor. Ikkinchisi deylik bioengineering. Ya'ni biologik injeneriya. Bugungi kunda o'sha impossible, hamma joyda, o'sha men ko'p joyda aytaman, impossible burger chiqqan. Impossible burger bu Burger Kingning mahsuloti, ya'ni go'shtli kotlet, lekin moldan, hayvondan olinmagan, laboratoriyada yetishtirilgan. Va bu o'ziga yondosh sohalarda bir nechtasiga, misol uchun tasavvur qiling, mol boqish kerakmi degan savol o'rtaga tushadi. Va undan keyin uni yem hashagiga, qishloq xo'jaligiga qaysi yem industriyasi, logistika, ya'ni ta'sir qiladigan bir qancha yondosh sohalarga ta'sir qilganligi uchun bu tip, ya'ni revolyutsion texnologiya yoki g'oya. Uchinchisi energiya.
Ya'ni batareykalar, alternativ energiya va hokazolar shuni. O'shalardan bittasi AI va insoniyat hali tarixda birdaniga bir paytda 3 ta, hozir endi bilmayman bu undan ko'paygandir balki. Ya'ni bunaqangi revolyutsion g'oyalar ichida yashamagan. Ya'ni odamlarda bu narsalarga yetib olishni o'zi qiyin bo'layapti. Bir paytda o'zida. Internet tasavvur qiling, internet kelganda, internet o'zi bilan o'sha faqat internet bo'lganda. Ya'ni atrofida yondosh qanaqadir texnologiya bo'lmagan. Internet balki yaratgandir ularga, misol uchun poydevor yaratgandir, smart telefonlarga, boshqalarga. Odamlar ehtiyoj bo'lgan, ishlash. Shunaqangi. To'g'ri. Zo'r aka, kutganimdan ham zo'r javob bo'ldi. Xo'sh, o'zingizni hayotingizdan bir ikkita savol bermoqchi edim aka. Ya'ni boshqalarga qaysidir ma'noda bir chunki biz hozir shaxsiy AI o'sha ishlatish haqida gapirayotganimizda, hayotingizda balki hozir gaplashib o'tirganimizda AI qaysi ishingizni qilyaptimi hozir? Ya'ni shunaqa nimalaringiz bormi? Hozirda qiladi. Men misol uchun menda Six Packs degan anaqa e'lon qilganman Telegramda kanallar ro'yxati. Ya'ni g'oya nimadan iborat desangiz, musulmon odam yoki masalan o'zi birorta odam uchun nima kerak? Sog'lom hayot kerak. Deylik, farzand tarbiyasi kerak. Pul kerak. Biznes g'oya kerak, yana nima edi aytdi? Ruhiyat kerak. Va nimadir? Shu 6 ta narsani aniqlaganman. Shularga mana hozir adashmasam balki post qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mansiz, ya'ni u post qiladi. Ya'ni 5-6 oylik kontentlarni o'zi generatsiya qiladi, o'zi brend identikani aniqlaydi va aniqlab aynan mana shu narsalarda Amazonda bestseller kitoblari qaysiligini aniqlaydi va o'sha kitoblarga manga anaqangi qo'yib qo'yadi, ya'ni silka qo'yib qo'yadi va men ularni sotib olganimdan keyin aynan mana shu kitoblarni PDF-kasini Notebook LM ga yuklaydi va Notebook LM da aynan o'sha providing nima deydi? Biz qilgan master content plan bo'yicha postlar generatsiya qilishni boshlaydi va buni scheduler botga otib beradi. Scheduler degani ya'ni to'g'ri paytda qo'yish kerak. Qo'yib beradi vaqtida. Yo, to'g'ri payt o'shanaqangilarga, ya'ni ajratib beradi deylik. Va bitta nima? Buni o'sha filosofiyasi bor, ya'ni filosofiya deganda, ya'ni falsafasi bor, rasm yoki o'sha brend identikasi bo'yicha bunga mos rasmlarda yaratib chiqadi. Bitta bot u rasmlar to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi degan narsani saralaydi, chunki O'zbekistonda misol uchun qadriyatlar bor. Sun'iy intellekt har doim misol uchun xoch bilan rasmlarni generatsiya qilib qo'yishi mumkin, diniy kontent haqida filtrlar ham bor ekan, zo'r. Shunga o'xshagan anaqalardan mos yoki mosmasligini qiladi va oxirida qo'yingki avtomatlashtiradi shu narsani. Amazondan sotib olishimiz sababi kitoblarda fiziki, ular 15 kundan keyin keladi baribir, yoki 20 kundan keyin keladi. Men shunchaki o'sha birovni mahsulotini dan o'zimga qanaqadir tavil topganman. Ya'ni buni baribir sotib olishim kerak. Zo'r. Va shundan keyingina buni generatsiya qila olaman. Va bu 3 xil fazada ishlaydi. Generatsiya qilingan kontentlarda analitikasi bo'ladi, A/B testing asosida. Qaysi biri tortyapti, ya'ni skor qo'yib chiqadi, ochko qo'yib chiqadi har bitta postga va bu qo'yilgan ochkolarni o'sha balandrog'iga o'xshagan kontentlarni keyingisida generatsiya qilishni boshlaydi. Bu ikkinchi faza. Uchinchi fazada har bitta kanalda odamlar soni 3000 taga yetgandan keyin biz avtomatik reklamaga e'lonlar berishni boshlaymiz. Ya'ni post, ya'ni biz bola tarbiyasi haqidami, demak, aynan o'sha sohaga yondosh bo'lgan bizneslardan reklamalar olishni boshlaymiz. Tagliklardir bolalar yoki bo'lmasa qanaqadir nimalardir. Va o'sha postlarni erta g'oya shunaqangi yozilganki, ya'ni ketma-ketlik bizga berilgan kontentni, ya'ni mana shuni reklamaga qo'yib bering degan kontentni biz hech qachon qo'ymaymiz. Biz o'zimizni, ya'ni tonimizga o'giramiz u reklamani, yana o'zimizni filosofiyamizda rasm qilamiz va imkon qadar odamlarga buni reklamaligini bilintirmasdan turib post qo'yamiz. Silkasini. Bu g'oya shundan iborat. Ya'ni hozir mana shu ishlar bo'lib turibdi siz bilan gaplashib turgan paytimizda. Zo'r. Hozir keyin sinab ko'ramiz aka. Men sizni ekransiz bolalar nimasiga a'zoman. Bilaman, o'sha bu narsani. Men sizga shuni adminkasini ko'rsatsam qalay bo'ladi? Qani, ko'rsating-chi. Mana hozir o'yin bolaning ishi 20-15 ta aka bo'lgan. Demak, shuni siz ko'rmagansizmi? Yo'q, men ko'rmaganman. Nima uchun ko'rmaganligimni aytaman. Balki agar bilmay kamera olib beralsa buni. Betdagi mana automated content degani mana kontentlarimni avtomatlashgan turibdi.
buni ichiga borsam approve reject qilishimga o'sha siz aytayotgan nechida dedingiz? Mana 20-15 ta. bu yerda отчет beryapti. Daily report 13-iyunga. Ekransiz bolalarda bunaqangi bo'ldi, bu bunaqangi bo'ldi. Hammasi ketyapti. Xo'p. 20-15 bo'lsa mana Chiqqan. Siz 21-15 ta yo'q qilmaganman-da. Yarim soatdan keyin avtomatik o'zi qilib yuboradi. Hozir buni mana 20-15 bo'libdi. Hozir bizda 21-29. Hozir approve qilsam qo'yib yuboradi. Approve qilmasam yarim soatdan keyin o'zi avtomatik qo'yib yuboradi. Ya'ni kutadi meni. Nima qilib? Mana siz aytib turgan. Anaqa shekilli. Mana bu edi. Bu buni qo'yib yuborgan-ku. ishlayotgan. Buni qo'yib yuborgan o'zi. Raslashayotgan. Qanaqangisini. Qo'yib bo'lgan buni. Ajoyib. Demak, hozir siz aytgan narsa lekin qaysidir jihatdan boshidagi anaqa texnik bir bilimlar talab qiladigan narsa-da. Oddiy masalan odamlarga, oddiy odam desam qanaqa o'qituvchi bo'lishligi mumkin u narsa yoki bir universitet o'qituvchisi bo'lishi mumkin menga o'xshagan yoki bir o'zini bir kichik bizneschilar bo'lishi mumkin. Ular qanaqa ishlatsa bo'ladi? Ya'ni yoki o'zi shunaqa ishlatish shartmi? Yo'q. Sun'iy intellekt ishlatishda oltin qoidasi bor. Telefon nimaga ta'sir qilyapti? Telefon, oddiy telefon deylik misol uchun har doim aytaman, biz raqamlar eslab qolish qobiliyatimizni yo'qotdik. Qachondir. Qachon yo'qotdik? Telefonda adresli knishkalar chiqqan paytda yo'qotdik. Ya'ni oddiy knopkali telefon bo'lgan paytda ham adresli knishkada ya'ni saqlamasdik biz. Chunki noqulay edi uni saqlashga. Lekin T9 chiqqandan keyin yoki bo'lmasa o'sha telefondagi ya'ni kimdir telefon raqamini saqlash imkoniyati paydo bo'lgandan keyin touch screenlarda biz sekin-sekin raqamni eslab qolish qobiliyatini yo'qotdik. Ya'ni aniq bitta chislosi yo'q. Qachon yo'qotganimizni u qobiliyat. 22-noyabr kuni hamma raqamlar esdan chiqsin degan narsa yo'q. Sekin-sekin bo'ldi. Va sun'iy intellekt ham aynan odamlarda mana shu fikrlash qobiliyatiga endi faqat raqamlar emas, umumiy fikrlashga ta'sir qiladigan holatda turibdi. Va siz tasavvur qiling, maktabingiz bor. Maktab yurgizish uchun menga marketing bo'yicha reja tuzib ber deb aytdingiz. Va u sizga 1, 2, 3 deb javoblarni chiqarib berdi. Muammo nimadan iborat? Muammo o'sha 1, 2, 3ligi agar bepul paketda bo'lsangiz, bepul sun'iy intellekt ishlatsangiz, u iloji boricha haligi tokenlarni ekonom qilish uchun misol uchun o'sha paketda yoki qanaqadir limitlarni joriy qilish uchun sizga javobni qisqaroq berar balki yoki boshqaroq. Nima qilib bo'lgan bo'lsa ham uchta anchoring, ya'ni bitta narsaga g'oyani tikib qo'yish, ya'ni miyani o'sha g'oyani atrofida aylantirish miyada fikrlar uchun ham ishlaydi. Siz faqat shu 3 ta fikrda atrofida aylanasiz endi. Vaholanki 4, 5, 6, 7 ta fikr bor edi. Lekin faqat siz o'shani 3 tani ichida emas. Ya'ni bu bizni o'ylash nima desam bo'ladi? Funksiyamizni qaysidir ma'noda kimdir extension qilib ishlatyapti. Ya'ni bir kengaytma sifat, ya'ni insonning miyasini davomidir bu deb qarash ham mavjud, lekin baribir haqiqiy fikrlash uchun men o'ylayman, sun'iy intellektni ishlatishdagi eng oltin qoida sun'iy intellekt yo'q deb tasavvur qilish. Sun'iy intellekt yo'q. Nima savol bermoqchisiz? Nima olmoqchisiz bundan javob? Deylik o'sha marketing reja. Sun'iy intellekt yo'q bo'lgan paytda yaxshi marketing reja bo'lish uchun nima kerak edi bizga? Yaxshi marketolog kerak edi. Demak, sen marketologsan deb yozishimiz kerakdir balki. Va marketolog kelardi bizga va biz unga nima qilardik? O'tirardi mana yerda 20 minut, yarim soat, 1 soat choy ichib, biz unga nima qilishimiz kerakligini tushuntirardik, kontekst berardik ya'ni. Va ana undan keyin u pulimizni olardi bizni. Va undan bizda kutilma bor edi. Natija qanaqangi holatda bo'lish kerak. Buni shu narsani sun'iy intellektdan talab qilish kerak. Sen marketologsan, men shunaqa qilmoqchiman. Men 5 million so'm atrofida marketologni o'ziga sarflayapman. Bu O'zbekistonda katta pul. Shuni hisobga ol. Menga javobingni to'liqroq qilib ber. O'rtacha oylik O'zbekistonda 5 million so'm atrofida yoki 3 million so'm atrofidadir misol uchun. O'shaning uchun ya'ni bitta odamni 1 oylik oyligini marketolog sifatida olib ketyapsan sen. Endi menga maktabni boshqarish haqida reja tuzib bergan. Va bu tuzgan reja mana senga aytib bergan yarim soatlik kontekstda bunaqangisida ishlasin. Bilmadim endi qanaqadir qilib aytadi, nimaga sizning rasmlaringiz yaxshi chiqyapti, sun'iy intellektni yaratgan deydi. Meniki yaxshi chiqmayapti deydi.
Chunki uni beryapti turgan odam aynan o'sha sun'iy intellekt yo'q holatida qanaqangi bo'lgan? Yaxshi kamera kerak. Kamerani brendi bor-da, misol uchun mana kamerani linzasini yozib qo'ygan o'sha yerda. Keyin mana unaqangi anaqa edi, ya'ni nima deydi haligi? Linzani anaqalari bilan yozib, aynan shu narsalar yozish kerak promptda. To'g'ri. Yozish kerak. Qanaqa 45 gradusdan yorug'lik turini kerak, ya'ni boshqa shunga o'xshagan narsalar yozganingizdan keyin chiqadi. Ya'ni sun'iy intellekt ishlashda birinchi qoidasi sun'iy intellekt yo'q deb tasavvur qilish. To'g'ri, hayotda realniy nima bo'lganda qanday bo'lardi natija. To'g'ri. Bu narsani men ham bir video yigit bilan gaplashganman aka, ya'ni videolarda aytishdi shunaqa qarang, mana hozir video generatorlar chiqib ketyapti. Demak, sizlarga qaysidir ma'noda ish qolmaydi ekanda degan ma'noda so'raganimda o'sha yigit aytgandi. Ish qoladi. Nimaga? Chunki biza oddiy odamlar bilmaydigan narsalarni bilamiz. Biz prompt yozayotib turganda o'sha aytganingizdek 45 gradusdan tushirgin. Soya shunaqangi tushsinki, mana bu tomoniga biroz tushmasin, bu yoqqa tushmasin, flat bo'lib qolmasin. Ya'ni mana bu kamerada olgan bo'lgan, mana bunday narsada olgan bo'lgan, dinamik olgan. Ya'ni shunga o'xshagan narsani bilmaysiz. Siz aytishingiz mumkin, menga bunaqa video qilib ber. U boshqa, standart hamma uchun. Lekin uni detalniy beriladigan bo'lsa, kamera bu gradusdan bo'lsin, bunday bo'lsin, bunday bo'lsin. Bu narsani kim biladi desa, biz bilamiz degan narsani aytdi-da. Ya'ni taxassus, bu narsa taxassus deyiladi, ya'ni mutaxassislik. Ya'ni sizni marketing haqidagi promptingizdan har doim marketologni marketing haqidagi prompti yaxshiroq. To'g'ri. Va u yaxshiroq natija oladi. Ya'ni shuning uchun soha mutaxassislari bu narsani o'rganish kerakligi. Va u o'sha buni ishlatmayotib turgan sohasidagi odamlardan bir karrasiga yetib kelgan. Endi bu narsalar hozir samaradorlik haqida gapirganmiz, yana gapiramiz. Shaxsiy hayotda qanaqa qilib ishlatasiz desangiz, men odatda beryapti turgan savollarimni xuddi shunaqa, keyin har doim tanqidiy fikrlashsiz ishlatishni men tavsiya qilmayman. Sun'iy intellektning javobi bu to'g'ri degani emas. So'nggi javob emas. So'nggi javob emas, uni har doim cho'rnavoy sifatida qabul qilish kerak. Ya'ni sun'iy intellekt javobini cho'rnavoy sifatida qabul qilib turib, ana undan keyin zo'r qoidalar tekshirib olish kerak. Ya'ni tanqidiy fikrlashsiz sun'iy intellekt ishlashni maslahat ham bermayman. Shunchaki qilib. Hozir aka o'sha hayotingizda bu boshqalarga ham balki tegishli bo'lar. AI ni ishlatish masalasi haqida gap ketganda qaysidir nuqtalarga ishlatmaslik kerak degan bir qoidangiz bormi? Balki o'zingiz bundan dars olgandirsiz. Balki shunchaki o'qib o'rgangandirsiz. Qaysidir bir sohalarga bu sohaga sun'iy intellekt ishlatilmaydi degan nimangiz bormi? Originallik talab qiladigan sohalarda sun'iy intellekt ishlatmaydi. Men hozir nomini endi bu o'zimiz podkastda turganimiz uchun aytaman. YouTube'da bitta yaxshi, zo'r kontent qiladigan yigit bor. Endi hozir nima qilmay qo'yaveray. Va shu qanaqadir to'qima anaqangilarga asoslangan, lekin aslida to'g'ri kontent tayyorlagan. Koinot haqidami lekin shunaqa narsa haqida. Kontent sun'iy intellektdan olinganligi 100% bilinib turibdi. Xatolarida emas, xatolari ham bor u gaplarning ichida, fact checking qilingan. Originaliga qolib qolganmi yoki? Ha, sun'iy intellektning o'zini generatsiya qiladigan shablonlari bor. Ya'ni inkor va inkor orqasidan pozitivlik. Pozitiv gap. Har doim sun'iy intellektda bu pocherki. Ya'ni suv bu oddiy ichimlik emas. U hayot manbai. Tushunyapsizmi? Inkor gap, ana undan keyin bitta kuchli gap orqasidan. Ajoyib. Faqat shu gaplarni gapiryapti haligi. Ya'ni anaqangi, ya'ni chunki abzas qachon boshlanganligini bilaman-da, men o'sha gapni eshitdim. Ya'ni skript u odam gapiryapti, men lekin sun'iy intellektni taxminan javoblar strukturasini qanaqangi qilganini ko'z oldingizga kelib qoladi. Kim haqida gapirayotganini bildim men ham. Ya'ni gap juda ko'pchilik qilyapti bu ishni. Men u bolalar aqlsiz yoki dangasa demoqchi emasman. Meni o'zimda ham shunaqangi xato bo'lgan. Bitta videoyimda misol uchun fact checking qilmaganman. AI dan foydalanish mumkinmi kontent generatsiya qilganda desa, ha, foydalanish mumkin, muammosiz. Ya'ni misol uchun agar o'sha narsani to'g'ri ochib berishni bilsangiz. Lekin shunchaki misol uchun skript olib, skript o'qib berish bo'ladigan bo'lsa, hozircha yaxshidir, lekin keyinchalik originalligingiz yo'qolib bo'ladi sizni. Chunki asosiy odamni followerlari uni fikrlash doirasidan kelib chiqib turib baribir shakllanadi atrofida. Yoki qo'shiqchi bo'lishingiz kerak. Raqsingiz yoki ovozingiz yoqishi kerak-da. Lekin fikrlaydigan kontent qilmoqchimisiz, u originalligini saqlab qolish kerak. Ajoyib. Shunaqa. Birinchisi originallik. Birinchisi originallik. Originallik talab qilinadigan joylar ishlatadi. Ikkinchisi diniy mavzularda. Diniy mavzularda men absolyut umuman fatvo so'ramayman ham. Hattoki o'sha domla bilan 2 soatlik bo'lgan suhbatimizda ham bu narsaga yana ham amin bo'ldim. Chunki
javobgarlik talab qilinadigan har qanaqangi sohada Ha, sun'iy intellekt ishlatmaslik kerak. yaxshi qoida. Klientga narx berish kerakmi? Savdo agentini yaratib beramiz, polniy narxlaringizni beradi, u bu deb. Yo'q. Sharqona savdo O'zbekistondagi yoki Xitoydagi yoki Yaponiyadagi sharqona savdo munosabatlar, muomala ustiga qurilgan. Bunaqa deb bo'lmaydi. Kimgadir hoji aka deb gapirishingiz kerak narsani sotib turganda. Kimgadir ukajon deb gapirishingiz kerak. Misol uchun Qo'qonda bu narsa katta narsani hal qiladi. Muomala. Menga agar qaysidir AI agentdan qanaqadir onlayn sotuv platformasidan olmayap turgan bo'lsam narsani, menga odamda o'zini unaqasi kuchliroq, ya'ni nima deydi, meni tanishi, bilishi, assalomu alaykum va alaykum assalom, ya'ni muomalani ustiga qurilishi kerak savdo. Va tirik odamlarning ustiga qurilishi kerak. Demak, bu hop nima uchun? Chunki noto'g'ri narx berib qo'ysa, kim javob beradi? Javobgarlik kimda bo'ladi degan savol bor. Biz ayniqsa zavodlarda mana shu narsalarni qilyapmiz hozir AI integratsiya bo'yicha, ya'ni zavodlarni biz avtomatlashtiramiz. Zavoddagi ayrim jarayonlarda avtomatlashtirish 100% ga yetishi mumkin. 100%. 100%. Ya'ni qanday ma'noda 100%? Bizda bitta ma'lumot bor, zavodda ma'lumot kiryapti va mana shu narsani chiqib ketishini biz to'liq kontrol qila olamiz. Deylik, misol uchun romlarni o'lchamini kesishdir balki, yoki klient zakazini olyapmizda, taxminan bilamiz va uni mashinaga misol uchun farazan, men bir ssenariyni faraz qilib ko'ryapman. Shuni bera olamiz o'lchamini. Va bu o'lchamni ham mashinaga programmalashtirish orqali, ya'ni mashina deganda, ya'ni 40 degan mashinani tasavvur qiling. To'g'ri kesishni qachonligini ham programmalashtirishimiz mumkindir. Lekin bu narsa noto'g'ri chiqdi. Qachondir. 50 tadan 50 ta rom zakazingizdan misol uchun 47 tasida to'g'ri chiqdi, 3 tasida noto'g'ri chiqdi farazan. Shu 3 ta romni pulini kim to'laydi degan joyi bor. Sun'iy intellektmi? Uni javobgarligi yo'q. Ya'ni dinda ham fatvo berganda qiyomat kuni sun'iy intellektni siz menga buni aytadi deb turib bahona qila olmaysiz. Yoki misol uchun deylik, g'isht ishlab chiqarishda, aynan g'isht ishlab chiqarishda deylik, g'ishtda formulasini laborant emasda sun'iy intellekt hal qilyapti. Laborant o'sha yerda bo'lsin deyman. Ya'ni ha yoki yo'q degan tugmani bosib turish uchun ham bo'lsin. Taklif bersin sun'iy intellekt, u ha yoki yo'qni bossin. Chunki ertadan keyin binoni misol uchun oddiy yomg'irga noto'g'ri formula sababli, misol uchun aytyapman endi, nurash sodir bo'ladigan bo'lsa, javobgar bitta shaxs bo'lishi kerak. Javobgarlik bo'lishi kerak. Javobgarlik talab qiladigan sohalarda albatta bo'lishi kerak. Shu joyda bir nuqta bor ekan. Ya'ni bir o'qigandim. Odam bilan AI ni agar ko'riladigan bo'lsa, masalan, ota-onamiz mashinalariga haydovchisi yo'q mashinalar bo'ladigan bo'lsa, agar ko'radigan bo'lsangiz, insonni xato qilish ehtimolligi AI nikiga nisbatan yuqoriroq. Insonniki. O'shaning uchun aytilyaptiki, agar AI masalan 100 tadan bitta xato qilib qo'ysa ham, zotan har kim masalan 100 ta odam random tanlasangiz, o'sha 100 tadan nechtasidir qoida buzib tashlaydi, 50 tadan ko'p qoida buzadi, ko'rilmagan qoidalari. 10 tasi masalan juda ham qo'pol qoida qilishi mumkin. Masalan, bittasi juda ham bir o'ta ham yomon qo'pol xato qilishi mumkin-da. U narsalar yangiliklarda headline bo'lmaydi. Lekin AI birdaniga bitta xato qilib qo'ysa, masalan, 1000 tadan bitta xato qilsa ham yangiliklarda headline bo'ladi. Nima demoqchiman bu? Hozir javobgarlik haqida gap ketganingizda buni qanday tushunish kerak demoqchiman-da. Ya'ni shaxsiy yuzda aytyapman. Ya'ni shaxsiy o'zingiz ishingiz uchun ishlatyapsiz. Ya'ni biznes shaxsiymi, siznikimi? AI ishlatyapti turganda o'sha checkerlarni to'g'ri qo'yishni biling. Yoki o'zingiz kimgadir boshlig'ingiz sizdan отчет so'radi. Misol uchun AI da foydalanib qilyapsiz shu narsani. Aytdingiz, mana bu yerda data turibdi dedingiz, shunga bitta prezentatsiya qilib bergin dedingiz. Bu AI qilib berdi shaxsiy ishingizda. Va buni rahbaringizga berdingiz. Rahbaringizga ma'qul keldi bu narsa. Siz intellektual qarzdorsiz. Ertadan keyin majlis bo'lgan paytda rahbari shunday turgizib turib haligi narsani so'rasa, hozir AI dan so'rab olay deyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz u ma'lumotlarni hech bo'lmasa AI generatsiya qilgandan keyin bitta o'qib qo'ying eng kamida. Yoki kimgadir nimadir javobgarlik bo'ladi. O'shaning uchun men har doim aytyapmanki, AI da javobini nima deyapman? Chernamik sifatida qabul qiling, ya'ni qoralama sifatida qabul qilaylik va oxirgi qarorni baribir o'zi aqlli odamlar shunaqa fikrlaydi. Shunaqa bo'lishi kerak. Afsuski, lekin bu tarafga qarab ketyapmiz hammamiz. Ya'ni hamma narsani
kim aytdi desangiz ChatGPTdan so'radim deb qo'yadi misol uchun. Shunaqa ya'ni. Ajoyib. Hozir aka biznesga sekin o'tib ketdik o'zi keyingi sessiyaga. Biznes bo'yicha gap ketganda aka, avvalo o'zingizni head kompaniyasi haqida biroz tushuntirib bersangiz, undan keyin ba'zi bir biznes bo'yicha implikatsiyalar bo'yicha savollar so'ramoqchi edim. Head bu ya'ni head degani bu inglizcha bosh degani. Head o'z o'sha nimasida. Head kompaniyasida biz odatda klientlarga konsalting xizmatini ko'rsatamiz. Konsalting xizmati bu birinchi bizni qiladigan ishimiz. Ya'ni odatda ko'pchilik AI haqida eshityapti. AI deb eshityapti, lekin korxonasida nima, qanday qilib AI ni joriy qilish haqida tushuncha yo'q. Bu tarbiya masalasiga haliginga o'xshaydi. Ya'ni bolasini olib keladi, men endi xususiy maktablarim bor-ku. Учебный centrlar, hammasi keladida, eng rus sinfga beraman bolamni deydi. Nima uchun desangiz, odatda rus sinflar yaxshi bo'ladi degan narsa miyaga kirib qolgan. Va o'zidan javobgarlikdimi kimdir yoki nimadir soqit qilish kerak-da, vijdonammi yoki bilmayman, mana eng qimmat maktabga berdim, nima endi yana nima qilay degan narsani aytish kerak. Xuddi shunga o'xshab turib ham AI da hamma yoqda eshityaptimi, men ham zamonning orqada qolib ketmayki desa, biz unga konsalting qilamizda va biznesda aynan o'sha jarayonlarda qaysi joyda AI kerak, qaysi joyda AI kerak emas degan savolga javob beramiz. Ko'pchilik misol uchun savdo agentlarini AI ga o'tkazish kerak boshqa. Yo'q, men umuman savdo joyida AI bilmadim qanaqadir tahlil uchun kerakdir, lekin savdo har bitta korxonaning o'zini unikal joyi. Unikal, ya'ni siz krushka sotyapti turganingizda, iPad sotyapti turganingizdagi ikkovsini sotuvi boshqacha podxod talab qiladi. Chunki narx kategoriyasi ham har xil, mijozi ham har xil. Yoki qo'pol qilib aytganda endi tonni ushlay olmayapti. Deylik model, ovozlik model kesatiqlik tonni ushlay olmayapti. Va uni darak gap sifatida qabul qilsa. Kontekstdan bor, hamma narsa bor, lekin shunaqangi vaziyatlar bor darak. Va natijada savdo agentlarini avtomatlashtirish haligi qanaqadir platforma deylik, bu narsani minus bahoda savdo agentini maytda to'g'ri tushunmadi, noto'g'ri javob berdi deb yozyapti. Ya'ni asabiylashib javob berdi. Yo'q, chunki bundan oldingi javob aynan o'sha kontekstda, aynan o'sha asab, ya'ni onadan so'kkanday ta'sir qilishi mumkindir balki. Da? Misol uchun. Bunga o'xshagan narsalar yoki shunga o'xshagan narsalar mayli, xo'p, okey, ishlatilinsin. Demak, konsaltingda biz nima qilamiz? Qayerda AI kerak, qayerda kerak emas yoki aynan o'sha joylarda mana shu joylarni avtomatlashtiraylik. Biznesda ancha narsani tejaymiz, vaqtni, pulni, katta summa, misol uchun yaqinda bitta BNPL, ya'ni nasiya savdoga qilgan avtomatlashtirishimizda umumiy hisobda yillik 840 million, xo'p, taxminan bir 60 ming dollar atrofida pulni tejayapti. Nasiya savdo uchun kapital eng muhim narsa, ya'ni ularga har doim pul yetmaydi. Investorlarga nimadir ko'rsatish kerak, boshqa shunga o'xshagan narsalar. Bo'ldi, ketdi. Ya'ni oddiy tizimda avtomatlashtirishda hisobiga biz erta AI da hozirgi kunda Instagramda hype bo'lib turgan qanaqadir mana o'zimizni virtual ofisda agentchalar yuribdi, mana o'shalarni qilyapti yoki masalan kontentda ana maymunlar videosini qilib yo'q, erta umuman unaqa narsa yo'q. Biz ERP ni tushunganligimiz uchun, ya'ni enterprise o'sha resource planning deyiladi, ya'ni korxonani avtomatlashtirishda oldin biz shug'ullanganligimiz uchun qaysi jarayonlarga o'sha protsessga AI ni qo'ysa, o'sha yerda haqiqiy yechim ko'radi. O'shani taklifini beramiz biz. 99% holatlarda ularda o'zlari aytishadi. Shu yechimni o'zlaring qilib beringlar deyishadi. O'zlari aytadi. Ya'ni kompaniyamiz, chunki bitta konsalting qilib bo'lganimizdan keyin uni biz hujjatini beramiz ularga, ya'ni xulosalarimizni. Va ular oxirida aytishadi, shu xulosamizga qarab, bo'pti, xo'p, o'zlaring avtomatlashtirib berishini deydi. Ana endi bizda implementatsiya fazasi bor. Bizda ya'ni AI injenerlarimiz bor komandada. Va bular talabdan kelib chiqib turib, o'sha tezda yozib, keyin bu narsani hal qilishadi. Asosiy masala bizda misol uchun xavfsizlik. Xavfsizlik va hokazo. Men bu haqida ham juda keyinroq gaplashamiz, aynan shu narsani ushlab turing. Bo'ldi. AI agentlar masalasida juda qiziq keyslar bo'ldi yaqinda. Ayrim korxonalar bo'ladi, ular o'zi qayeri og'riyap turganligini biladi. Ularga konsalting kerak emas.
Ular keladida ochig'ini aytadi. Men deydi, mana shu ishxonada mana shu narsani avtomatlashtirmoqchiman deydi. Shuni ilojisi bormi deydi. Ha, bor deymiz. Ular konsalting emas, implementatsiya o'zi. Keyingisi head bu asosiy vazifasi. Misol uchun korxonalarda bo'limlarini biz treyning qilib beramiz. Misol uchun qaysidir tashkilot chaqiradida, savdo bo'limimizda nima instrumentlar kerak bo'ladi sun'iy intellektda. Samaradorligimizni oshirish uchun deydi. Biz ularga borib turib, mana misol uchun mana bu instrumentni ishlatasiz, bu instrumentni ishlatasiz, buni ishlatasiz, bunaqangi tartibda ishlatish kerak deb ularga treyning qilib beramiz. Misol uchun darslar qilib beramiz, ya'ni. Shu asosiy anaqamiz. Ya'ni head haqida qisqa tushuncha shu. Zo'r aka. Xo'sh, aka, mana bu biznes masalan aytdingiz, B2Bda o'sha nasl savdoda juda ham katta miqdordagi pul tejaldi. Ha. Odatda mana shu tajribangizdan kelib chiqib, bu tejalishlar nimani hisobiga bo'ladi? Ya'ni nimani bu yerdagi nimasi ko'p, ulushi kattaroq? Tejalishda odatda nimani hisobiga bo'ladi? Tejalishda asosiy naqasini aytaman. Bu ko'pchilikka yoqmaydi. Lekin afsus, misol uchun men ham shu narsa bilan uxlashga majburman kechqurun. Odatda ishchi sonini qisqartirish hisobiga bo'ladi. Korxonaning egasi kelyapti. Mana shu bo'limimni qisqartirish kerak deydi. Nima uchun? Odamlarni naborot samaradorlikni biz sizga avtomatlashtirib beraylik, xuddi shu odamingiz bilan ko'proq vazifani bajaring deymiz biz. Ya'ni odamlarni ishdan bo'shatmayku. Yo'q, rostdan bo'shatishim kerak. Nima uchun? Chunki korxonadagi aynan o'sha bo'limga odamni intervyu qilyap turgan paytimda, men aniq bilaman uni. 3 oy ishlaydi xolos men bilan deyapti. 3 oydan keyin ketadi deyapti. Nimani hisobiga? Ish takrorlanuvchi. O'sha joydagi ish, ya'ni bitta joyda u ertaga datani olib bitga kirgizib o'tiradi ishda. Charchoq, nima? Zerikish. Zerikarli ish va hokazo va hokazo. Va aynan shu narsani hisobiga u keyin boshqacha ish qidiradi. Chunki keyin ishchiga to'layap turgan pulni katta oylikli ish emas-da, kichkina oylikli ish. O'shaning uchun men qo'rqib turgan tarafim shunda. U ishni siz qilib bermasangiz, boshqasi qilib bermasa, bitta boshqa kompaniya keladida, albatta o'sha ishni qiladi. Chunki raqobat bor bu yerda. Xarajatlarni pasaytirish degan narsa bor. Ya'ni bu narsa sekin-sekin kirib kelyapti. Qayerda nimani tejayib turganini tushuntira oldimmi hozir? Hozir birinchisi o'sha oylik masalalari bo'yicha ish kuchini sonini tushirish masalasi bo'yicha aytdingiz. Misol uchun 6 tadan 9 tagacha xodim ishlagan bo'lim va umumiy hisobda oyiga 60 milliondan 70 milliongacha oylikda o'ziga va boshqa xarajatlarga chiqqan bo'limda hozir xodim ishlamayapti. Ajoyib. Nimani hisobiga bu? Bu aynan o'sha ular ishlatadigan A tizimni B tizimga avtomatik ulash, ya'ni sun'iy intellekt u yerdagi ma'lumotlarni o'zi bilib turib, to'g'ri tahlil qila olib turib, bitta odamgagina topshiryapti xolos. O'sha odam hal qiladi. Bitta odam. Bu ham qaysidir o'sha sun'iy intellektni bilgan odam bo'ladimi shunda? Yo'q, bilish shart emas. Yerda qaror o'zi asosan. Mana misol uchun ko'pchilik Instagramda avtomatlashtirish yoki Telegramdagi botlar, ya'ni chat agentlar, savdo yoki bunaqalarni avtomatlashtirishda aynan mana shu narsa. Ya'ni tasavvur qiling, tirik odam o'sha paytda rutinni oddiy savollarga, lokatsiyalang qayerda joylashgan degan savollarga odam javob berish shart emas-da. Odam faqatgina hali eskalatsiya qilingan, ya'ni nima deydi? Ha, bu hech qaysi qolipga tushmaydigan savol bo'ldi. Endi nima deyish kerak degan savolda o'sha yerda odam aralashishi kerak. Endi biz standartlashgan savollarda lokatsiyangiz qayerda ekan, narxlaring necha pul, bitta sessiyasi yoki shunga o'xshagan savollarni biz kurs narxi necha pul misol uchun avtomatlashtira oldikmi va bu umumiy savollarni ham deylik misol uchun 60-80% gacha ta'sir qilyaptimi? Demak, bitta odam o'rtacha sun'iy intellektdan oldin direct messajlar misol uchun Instagramda 400 tasini обработка qilyap turgan bo'lsa, qarasan. Endi sun'iy intellekt qo'ygandan keyin aynan o'sha bitta odam bilan 2,5 mingta messajda обработка qilish mumkin. Korxonalar aynan shu muammoni hisobiga target yo'qolmayapti Instagramda. Ya'ni odam so'rov ko'payib ketsa, qanaqa qilib eplaymiz? Eplaymiz degan narsa. Qanaqa qilib eplaymiz degan narsa. Misol uchun bu bitta case aytyapman. Hali chiqadi bu, shu videoni ham chiqarsiz, gaplarni yoki kontekstdan yulib olib turib, bitta anaqa qiladiganlar chiqadi, boshqasi. Ya'ni odamni chopyapsanmi, boshqa. Maqsadchiman aka, bu narsani yaxshi tushunaman. Men tinch uxlayman, chunki rizqni men bermayman odamlarga, Alloh taolo beradi. Musulmonlar qo'lidagi hamma instrumentni ishlatib turib, samaradorlikka maksimum berish kerak. Nima uchun? Xitoyda bitta kompaniyasi kelib turib, aynan hamma zavodida yoki hamma yoqda AI'da ishlatib turib, tannarxni o'ta pasaytirib turgan paytda biz endi nima qilsam bo'ladi? O'zini rizq beradigan qilib olyapti-da. Bu odamlarni endi men
deyapti, ishlatishim sababi deyapti, shular oilasini qozonni qaynatib turibdi-da deyapti va samaradorlik bir oydan yurmayapti. samaradorlik yurmayapti emas, tannarx baland. O'sha ya'ni o'tmayapti-da, o'tmaganligi uchun tannarx. O'tmagandan keyin to'ppa-to'g'ri. Natijada bir oydan keyin butunlay yopilib ketib qo'ya qolyapti. Hamma ishchisi bilan, boshqa ishchilari bilan yopilib ketib qo'ya qolyapti. Uzoqni ko'za olmaslikda bu narsa o'zi aslida. O'zi aslida aka har bitta revolyutsiya kelgan paytda nafaqat uni iqtisodiyotni bitta levelga yuqorilaydi, butun bir insoniyat ham levelga yuqorilaydi va o'sha paytda yuqorilishga ulgurgan odam, ya'ni moslashga ulgurgan odamlar tirik qoladi-da. Ya'ni bu qochib bo'lmaydigan narsa-da. Bu qanaqadir bitta head degan bir kompaniyani aybi emas. Bu butun bir tizimning shunaqa ishlashi, bu tabiiy holat bu narsa. Istalgan narsa kelsa, masalan aytaylik, tasavvur qiling, juda ham bir oddiy misol keltirsak, haligi odamlarga tushunishi oson bo'ladi. Elektr toki bo'lmagan paytda, masalan aytaylik, hamma qo'lda arralab yurgan. Arralab yurganda endi elektr toki keldida, anaqa nimalik tokli arralar chiqib ketdi. Tokli arralar chiqib ketganda odamlar aytayapti, bo'ldi endi biza yo'q, nima qilmaymiz, hali ham qo'limizda arralab yuraveramiz degan qilib bu texnikani o'rganmayapti. Bu mana shu texnikani ishlab chiqaradigan muhandislar yetishmayapti. Ko'ryapsizmi, agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga kam daraxt qilish evaziga kam qurilish bo'ladi. Kam qurilish bo'lish evaziga endi uy qurilishiga ketadigan boshqa sanoatlar bor-ku. U sanoatlarda ham tush bo'ladi. Ya'ni bu yerda ikki xil nima bo'ladi. Mayli biz shu o'zimizni komfort zonamizdan chiqmaymizda, qo'lda ishni qilib yuraveramiz, iqtisodimiz shu darajada bo'ladi, lekin qo'shni davlatlar o'zlarini samaradorligini oshirib, muhandislar ishlab chiqaradi, boshqa sanoatlar bo'ladi, o'sish bo'ladi. O'shanga bu masalada aka, endi men iqtisodchi sifatida bo'lganligim uchun doim aytaman, men ishdan bo'shatadim, ishdan bo'shatadi. Lekin ishdan bo'shatgandan keyin bo'ldi emas. Ishchilarni darajasini yuqorilatishga majbur qiladi. Hukumatning vazifasi bu yerda nima bo'lishi kerak yoki davlat o'sha biznesning vazifasi nima bo'lishi kerak desa, masalan, bizneslar ham biroz etik yondashish kerak, etish kerak. Biza mana shu AI ni implementatsiya qilyapmiz. 3 oy sizlarga muhlat yoki 1 oy sizlarga muhlat. Sizlarga biz CVlarni qanaqa yozishni o'rgatamiz, chiqishlaringdan oldin promptinglarni o'rgatib qo'yamiz. Ba'zi narsalarni tekin o'rgatamiz degan narsani qilish kerak. Hukumatning vazifasi nima desa, kelayotgan yutuqli narsalarni to'sib qo'yish emas, o'sha orqali kelayotgan insonlar affected bo'lganlarga yordam berish mexanizmlarini, to'siq mexanizmlari emas, yordam berish mexanizmlarini ishlab chiqish kerak-da. O'shanga hozir bu aytgan narsangizga qo'shimcha holat aytmoqchiman. Yo'q, bu narsa qaysidir ma'noda hali qaysidir bir kompaniyalar emas. Chunki bizani mana Humblebee AI kompaniyasi ham aynan shunaqa avtomatlashtirishga asoslangan konsalting kompaniya hisoblanadi ekan. Shunaqa. Ya'ni iloji yo'q, ya'ni bundan boshqa men yechimni ko'rmayapman. Shunaqa. Va bu bir nechta sohalarga ta'sir qilyapti turganligini sohani ichida yurgan odamlarda o'zi ham sezib turibdi, ayniqsa dasturlashni ichidagilar. Ayniqsa yoki bo'lmasa o'sha har xil dasturlarni korxonalarga borib o'rnatib berib turgan odamlar, ya'ni hamma sohaga birdaniga ta'sir qilyapti bu narsa. To'g'ri. Lekin akam, masalan, samaradorlik oshiradi degan ma'noda ko'p gapiramiz. Shunaqa caselar bo'lganmi o'zingizning tajribangizda yoki umuman o'qiganlaringiz ichida? Bil'aks, samaradorlik o'sadi degan paytda qaysidir sanoatlar bilmadim, to'g'ri kelmaganmi bu narsaga, samaradorlik pasayish bo'lgan. Meni tushunchamda, misol uchun aynan shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Ko'p. Ya'ni adashmasam MIT-nimikin, hozir aniq manbasini eslolmayapman. Oddiy anaqangi nima deydi, knowledge workerlar, ya'ni nima desam bo'ladi, o'sha bilim bilan ishlaydigan odamlar yoki masalan dasturchilar emas edi. Shu soha egalarini tekshirib ko'rishadi. Ya'ni ularda san o'zing tasavvur qiling, mana misol uchun ish boshlanishidan oldin mana senga instrument va buni ishlatishing mumkin bemalol shunaqa. Va ularga vazifalar berishgan. Ya'ni xodim AI da ishlatishni hisobiga o'zini samaradorman deb o'ylagan 20% darajada. Adashmasam 20% dan. Ya'ni oldingidan ko'ra bu o'zi aslida 2 yil oldin, endi hozir modellar kuchayib ketdi, qanaqadir boshqacharoq raqam bo'lishi mumkindir. 20% man samaraliroq ishlayapman oldindan ko'ra degan paytida aslida KPI'larda o'lchanganda ular 10% sekinroq ishlab turgan bo'lgan. AI bilan. Ya'ni bu aynan workloadni hisobiga, ya'ni workload degan, workload deyman, ya'ni o'sha intellektual qarzdorlikni hisobiga. Ya'ni ko'p narsaga o'sha AI ga
suyanib qolgan degan ma'noda aytyapsiz endi. Suyanib qoladi yoki bo'lmasa hamma narsani buni ham qilish mumkin ekan, buni ham qilish mumkin ekan deb oddiy misol uchun koderlarda bo'ladigan hozirgi kunda ayniqsa shu haligini eslab qoling degan mavzuyim ham shunda. Xavfsizlik masalasi. Bir joyda gapirdim, yopiq klub. Yopiq klubda prompt injection haqida gapiryapman. Gapirsam, endi profilga kirsangiz bilasiz-ku, haligi nima deydi, kim nima ish qilyapti deganligini, haligi asosiy nima deydi, negativ yozgan odamlarni ko'ryapgan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi AI ni haligi magic sifatida qabul qilgan odamlar, ya'ni sehr sifatida qabul qilgan odamlar. Tam misol uchun deylik Hermesmi yoki bo'lmasa OpenCloud'ni o'rnatib olgan. Unga bitta narsani aytib ko'rgan, o'sha narsani qilib ko'rgan, boshqa narsalarda, lekin deylik kiber xavfsizlik yoki shunga o'xshagan security, data security, bunga o'xshagan narsalar haqida o'quv ham yo'q. Tushuncha ham yo'q. O'quv tugul hech narsa yo'q-da. Qilib beryapti, siz aytgan narsa bo'lmaydi, brat deyapti. Men aytdim, misol qilayotganman. Boshqa haqli narsalar bittasi infotsigan deb yozib qo'yibdi. Nima deydi? Senga o'xshagan infotsigan deb turib. Keyin bitta video ham qildim, javobgarlik, o'sha nima javob tariqasida. Aslida men 2010-yildan beri biznesda, ya'ni IT biznesida o'sha aynan shu ERPlar bilan bizneslari zulmiydi akasiz. Qisqasi shuni qilyapti. Ya'ni men bu aytib turgan narsam, qarang. Sun'iy intellekt hozirgi kunda endi modellar takomillashib boryapti, lekin umumiy maqsad shundan iboratki, inson bergan narsani o'sha maqsadni namoyon qilishim kerak, natija sifatida degan har qanaqa modelni end goal'i shunaqa. Ya'ni oxirgi pirovard maqsadi shunaqa. Menga Valijon marketing reja tuzishni so'radi, demak men unga marketing reja berishim kerak deydi. Va bu yo'sinda sizni biznesingiz haqida ma'lumotlarni topsa topadi, topmasa umumiy holatlardan deylik to'ldirib turib, masalan, sizga marketing reja beradi. Natija sizda bor, qo'lingizda. Menga korxonani nima deydi, mijozlari bilan ishlaydigan veb-sayt yaratib berdi deysiz. Veb-sayt yaratib beradi. Va o'sha veb-sayt ochadi sizda. Knopkalarni bossangiz ishlaydi hamma. Zo'r, hamma yaxshi. Hamma narsa bo'ladi. Haligindan bo'ladi, mem chiqib ketdi-ku. Wow, sun'iy intellekt zo'r. O'zim menga sayt yasab berdi deganda, keyin LinkedInga post qo'ygan. Mana tekshirib ko'ringlar degan. Veb-sayt adresi haqida turibdi. HTTPS localhost anaqa, ya'ni o'zi lokalniy kompyuterda qilganda bu narsani. Ishlayapti veb-sayt o'zida, lekin tabiiyki hostingga joylanmagandan keyin boshqa ishlamaydi-ku. Aynan mana shu narsa o'sha Dunning-Kruger effekti. Ya'ni shaxmatda birinchi o'rgangan odam, men shaxmatda endi o'zim o'ylashim hisobiga любой odamni yutaman degan tushunchaga kelib qoladi-ku. Lekin yutqizaveradi, detskiy mod bo'lib qolaveradi haligi qisqa yo'llar bilan. Shunga o'xshagan holat AI da juda ko'p kuzatilyapti. AI ishlatish bo'yicha. AI ishlatish bo'yicha juda ko'p kuzatilyapti. Bu narsa sekin-sekin vaqt talab qilib, ya'ni bozorda o'sha meni muammoyim endi bozor hozir nima bo'lib turgan paytda, sal loyihalanib turgan paytda, hech narsa tiniq ko'rinmagan paytda muammo o'sha ayrim bizneslar qilgan mana shunaqangi qarorlar, ya'ni farqi yo'q. Sohani mutaxassisiga murojaat qilinglar deymiz, xolos. Biz menga murojaat qilishingiz shart emas. Istalgan sohani nima? Istalgan sohani, ya'ni chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan maqol bugungi kunda super aktual. Shunaqa. Siz oziq-ovqat bo'yicha bitta professor Instagramda tam deylik dietolog qanaqadir kontent qilyaptimi? Ehtiyot bo'ling. Agar sun'iy intellektdan foydalanayotgan turgan bo'lsa, kontent paytida va u odamda haqiqiy ma'lumot bo'lmasa, ertadan keyin u nimagadir chalinib qolsa, haligi odam o'sha maslahatlarga kirib bo'lyapti shunaqa holatlar, ya'ni tanqidiy fikrlash yo'qligining hisobiga odam sog'lig'i bilan o'ynashib qo'yyapti. Borsangiz nimaga javob beradi o'sha odam? Javob bermaydi. Hech narsaga javob bera olmaydi. Bizneslarda ham xuddi shunaqa tap qilyapti. Paq deb hozircha bilinmaydi, 4-5 oyda, 5-6 oyda misol uchun programmaga ma'lumotlar kirish paytida yoki boshqa qanaqangi bo'lgan paytda keyin haligi o'zini stress testing deyiladi misol uchun. Shunga o'xshagan holatlarda bo'lmagandan keyin, ya'ni programma shunday unaqa chiqib ketgandan keyin yoki kerakli choralar ko'rilmagandan keyin paq etib biznesga $500 ming bitta zarar keldi. Yoki ma'lumotlari o'chib ketib qoldi. Yoki nimadir bo'ldi, bilmayman. Ana qilib bergan solo agentni o'rganib olgan odam bor, ya'ni orqasida kompaniya ham turgani yo'q, yo bir nima ham turgani yo'q. Nima qiladi oxiri? Yelka qisatdi. O'zi freelansga o'xshab ishlaydi.
yelka qisadi bo'ldi. Chunki men aytib turgan narsa o'shaning uchun men sun'iy intellektni bilaman deb da'vo qilaman odatda. Chunki rostdan model treyningdan tortib, misol uchun vektorli databazalariga nima deydi, ma'lumotlarni yuklab va ulardan o'zim qanaqadir custom unaqangilarni generatsiya qilib olishdi, shunga o'xshagan narsalarni reaksiyaga qarshi bilaman, lekin men baribir o'zimni havaskor hisoblayman. Shuning uchun meni komandamda AI bilan ishlagan injenerlar bor, model trenirovka qiladiganlar bor, datchilar bilan ishlaydigan odamlar bor. Ya'ni tushundingiz-a? Mana o'sha sohani o'zi mutaxassislari bo'lish kerak, ya'ni baribir. AI bu men hamma sohadan mutaxassis bo'ldim degani emas. Extension sifatida. Ha, ko'rish kerak ekanda, o'zini sohasiga. O'zingiz korxonangizda AI da ishlating va o'sha sohada kuchaying. Men o'zi bir gapim bor edi, ya'ni o'sha content yozishda ham aytgandim. Har bitta inson AI davrida musahhih bo'lishga majbur deyilgan gapim bor edi. Ya'ni musahhih deyilganda bu yerda hozir men umumiy kitoblar o'qilganda xatolarni tekshiradigan o'qib beruvchi emas. Istalgan AI ni narsa qilib beryaptimi? Qaysi marketing aytdingiz, bizning xavfsizlik masalasi bo'ladimi? O'sha o'zini sohasini eng kuchlisi. Ya'ni o'ylab qaraladigan bo'lsa, aytganingizdek, AI bu hammani kuchli qilib qo'ymaydi. Hammani kuchli qilishga imkon beradi xolos-da. Lekin bu yerda o'zingizni sohangizni yaxshi bilmasangiz, ha, yashang. Bu ketdi u. Nima masalan, ya'ni men shunchaki bo'ldi AI urgan oldi, hamma narsa aytganingizdek detallari bor. O'zi ekspertni nima ekspert qiladi deyiladigan bo'lsa, nyuanslarni bilish ekspert qiladi. Shunaqangi bir kichkina nuqtachalari bo'ladi. Shuning uchun ham gapingizni to'ldirmoqchiman. Yaqinda bitta mijozimiz bilan bo'lgan holat. Biz 55 ta avtomatlashtirish mumkin bo'lgan biznesda nuqtalarini aniqladik. Va ular xohlagan nuqtalar, avtomatlashtirishni xohlagan nuqtalar, afsuski biz tavsiya qilmaymiz uni avtomatlashtirishni. Va o'sha nuqtalar 11 ta bo'ldi bizda. Tavsiya qilmaydiganlar. Ha, avtomatlashtirmayman uni deyapmiz. Har xil sabablari bor. Avtomatlashtiradi. Deylik, inson omilini biz erta majburiy deb ko'ramiz. Chunki inson omilisiz bu narsa bo'lmaydi deb hisoblashingiz mumkindir. Bo'lishi mumkindir, qanaqadir xavfsizlik masalasidir. Shunga o'xshagan narsa. Ya'ni bu sizni kompaniyangizni qadriyatimi yoki bir bu mutaxassislikdan kelib chiqqan odam. Manmi deyapman. Ya'ni doktorga borasiz-da, doktorga borsangiz, mana bu dori zo'r ekan desa, men shuni ichishim kerak ekan, internetda maqtayapti desa, qaysidir doktor o'sha haqidagi ma'lumotni bilsa, ichma desa, ichma. Chunki mana bu narsaga ta'sir qiladi. Internetda maqtayapti, qilar edim. Endi meni muammoyim, mutaxassisligi yo'q odamlar o'sha loyiha pul bo'lganligi uchun hammasiga xo'p deydi. Qissa bo'ladimi? Qissa bo'ladi. Biz ham bilamiz uni qissa bo'lishligini avtomatlashtirishni. Bizni qissa bo'lmaydi, ya'ni avtomatlashtirish tavsiya qilmaydi deb xulosa berishimiz sababi biz uni biznesdagi nima deydi, keyinchalik pravart unaqangilarni bilishimiz natijasini. Oqibatlarini, shunga o'xshagan narsalarni bilishdir. Men o'ylantirib turgan narsa ham shu, aynan misol uchun bizda ko'p holatlar bo'lyapti, shu yaqin nimalarda. Unga bizning mutaxassisligimiz yetmaydi. Mutaxassisligingiz o'sha nima qilishga yetmaydimi yoki o'sha sohada bizning mutaxassisligimiz yo'q. Deylik, mana misol uchun chorvachilik deylik farazan. Biz shu paytgacha retail biznes modelini bilardirmiz, distributsiya biznes modelini bilardirmiz, yoki bo'lmasa ham deylik servis sohasini bilardirmiz. Chorvachilik umuman boshqa soha. Yetmaydi. Tan olasiz shu joyda. Shu joyda tan olishdan ko'ra biznes egasiga ochiq aytamiz. Biz qarang, o'zi xarajat mana bu yerda bunaqangi bo'ladi, bunaqa bo'ladi, lekin bizning xarajatimiz bor. Chunki biz bu yerda bitta auditor yollaymiz tashqaridan. Aynan shu sohani. Aynan shu sohaga aloqador. Ikkinchidan aynan shu sohaga aloqador bitta ekspert yollaymiz. Zo'r. Ya'ni ertadan keyin javobgarlik degan narsa bilan va risklarni minimallashtirishda boshqa iloji yo'q. Bo'lmasa nima uzr, endi mebelchilar xafa bo'lmasin, menda ayrim mebelchilar bor. Juda ko'pchilik hamma narsaga hop deydi va oxirida qo'pol qilayotganda mashinik bo'lib qoladi. Instagramda ham reelslar chiqib ketdi-ku shunga o'xshagan. Bu aslida mebelchilarning mashinligidan emas. Bu aslida kelib turgan ishni to'g'ri taqsimot qila olmaslikdan. Xuddi shunday. Va u kelib turgan ish, endi uzr, men aynan mana shu narsani gapirmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik
oshxona mebelini yasaydiganlar, xonadonlarda custom mebel qiladiganlar, ya'ni aynan sizni uyingizga moslab mebel yasaydiganlar biznesini masshtablashmasligini yoki masshtablashsiz, ya'ni biznesni kengaytirish qiyinligini asosiy sababi muammo standartlashmagan. Hammani oshxonasi bir xil emas. Hammani oshxonasi bir xil emas va hammani kutilmasi har xil emas. Mebelda qaysi soha standartlashadi desa, mahsulot ishlab chiqarsang xolos, ya'ni standartga ega bo'lgan parta ishlab chiqar, uni kengaytirish mumkin. Chunki bo'yi aniq, farqi yo'q. Shundoq. Standart qilsa bo'ladi. Biznesdagi konsaltingni ham AI'ni moslashtirsam, agentlar ham standart biznes O'zbekistonda yo'q. Ikkita bir xil biznesni oling. Retail bo'lsin, ikkalasi ham kiyim-kechak sotsin. Biznes ikkovsi ikki xil strukturada ishlashi mumkin. Standart bo'lmasligi mumkin. Va bu tabiiy va o'zi bo'lish kerak bo'lgan narsa menimcha. Ya'ni hamma biznes shunaqa, ya'ni biznes bir shaxsiyat sifatida qaraysiz, uni xarakteri bor biznesda. Shundoq. Biznesda o'zini anaqasi bor, ya'ni toni bor, klienti bor, segmenti bor, boshqa-boshqada. Va bularga standartlashgan yechim sotish uchun faqat ChatGPT sotishingiz kerak. Mebel sohasiga qaytadi. Standart. Ya'ni standart savdo agenti hammaga ishlaydigan bormi desa yo'q. Albatta siz xatlarni uni yana custom qilishingiz kerak. Endi shu custom qilish jarayoni, ya'ni unga biznesni o'ziga aynan moslashtirish jarayoni xuddi haligi mebel sohasidagidek qo'shimcha vaqt talab qiladimi? Ayrim joylarda yo'q deya olishingiz kerak. Ayta olish kerak. Ayta olish kerak. Zo'r. Shu nimada aka bir nuqtani aytaman va o'zi bu narsani aytmoqchi edim. Menimcha ko'pchilikka bir foydali bo'lib qolar. To'g'ri, biznes nomini aytaman, chunki u yerda ba'zi narsalar bor, biroz etikaga ham tegishli bo'lgan joylar bor. Yaqinda kilokaloriyani aniqlash maqsadida aka mahsulot dasturlar izlab ko'rdim. Dastur izlab ko'rganda bilasiz, endi o'zim ham AI o'sha biznesda yurganligim uchun baribir bilaman umumiy qanaqa datalar training qilinishi, sarflanishi. U masalan oshni faqatgina rasmida o'zida ko'rib yurgan odam ChatGPT masalan uni kimga nima qiladi? Pokistonliklar biryanisiga bir solishtirib olishi mumkin. Masalan, shunaqa yoki ba'zi bir ovqatlar bor, umuman ko'rmagan bo'lishligi mumkin. Nimagadir o'xshatib olib qiladida, taxmin aytaveradi. Ya'ni shunchaki API ni integrated qilgan applar bor, u juda ham hozir oson bo'lib qoldi bunaqa narsalar qilish. Wrapperlar, o'shaning uchun o'yladimda, men o'zbek aynan lokalniy bo'lgan dastur topishim kerakki, kilokaloriyani to'g'ri aniqlab bersin degan ma'noda. Ikkita nimani qiziqib ko'rdim aka. Aziz State degani bor ekan, Yeda degani bor ekan. Ikkalasiga kirdim. Ranglarning dizayni boshqa xolos. Mana bu o'tish, ya'ni savollar beradi ba'zi narsaga. Besinglar ichida qancha ozmoqchi. U hozir onboarding standart proses bu applarning ichida. Bir xil. Hattoki interfeysi ham bir xil aka, rangi boshqacha xolosda. Interfeysi ham bir xil va hattoki qilingan xatolar qanaqa. Bittasida endi to'g'ri, imloviy xatolar ham shuna to'g'ridan-to'g'ri ruschadan tarjima qilgan, bilinib qolgan, to'g'ridan-to'g'ri. Bittasida ikkalasida ham bo'lgan xato nima deyiladigan bo'lsa, 7 kunlik nima trial version nimalar berish nimalar yo'q. Birdaniga siz 1 oylik, 3 oylik yoki yillik o'sha 365 ming, 1 oylik ham yo'q ekan. Yillik to'lov qilishingiz kerak ekan birdaniga. Bu narsani nimaga aytyapman? Ko'pchilik bir ogoh bo'lsin degan ma'noda aytyapman. Ya'ni aniq qilib aytib, balki hozir o'sgandir. Men 1 oy oldin o'zim tekshirganman. Bu men aytayotgan narsalarim o'sha 1 oy oldinlik bo'lgan narsa. Har bittasini ikkalasini ham tekshirib ko'rdim. Ovqatlar masalasi bo'yicha ham bu shunchaki API ni integrate qilingan va u narsani odamlarga sotayotgan dasturda. Ya'ni nimaga bu narsani aytmoqchiman? Aytganingizdek API integrated bo'lgan vibe coderlar ko'payib ketdi. Va bu vibe coderlar aytganingizdek ertaga faqatgina yelka qisadi xolos. Uzr, men aytgan narsangizni qilib berdim. Backendda nima bo'ladi? U to'lov bo'lganda uni security'lari qanaqa bo'ladi, bu narsani bilmayman ekan degan narsani o'sha paytda shunchaki yelka qisish bilan javob beradi xolosda. Ya'ni sizni bu yerda aytayotgan narsalaringizni tasdiqlamoqchimanki, haqiqatdan AI bu shunchaki hammani kuchli qilmadi, balki hammani kuchli qilishga majbur qilyapti-da. Ya'ni o'zini ekspertini eng kuchli holatda bo'lishlik kerakki, chunki hozir aytyapsiz-ku mana bittagina dastur yaratish alohida narsadir. Lekin men ertaga aka u yerga telefon raqamimni kiritdim, o'sha nimaga kilokaloriya aniqlaydigan nimaga. Telefon raqamlarimni kiritib ko'rdim. Ism familiyam bor u yerda, tug'ilgan kunlarim bor. Bu datani kim himoya qiladi? Nima qilish? Mana shu narsalar bor-da. Ya'ni agar bu narsa, men shunchaki oddiy odam sifatida gapiryapman. Agar bu katta biznes bo'lsa-chi degan narsalar bor. O'shanga qaysidir ma'noda o'zingizni tajribangizdan
biznes egalariga eshitib turgan bo'lsa, hozir mana shaxsiy nimada gapirganimizda chiroyli qoidalar debdingiz, chunki odatda qoidalar bo'lsa, qoidalar umumga xizmat qiladida, shu qoida orqali men ham foydalanaman, boshqa odam ham foydalanaveradi. Biznes egasiga, kichik biznesi bor, katta data qayta qilinadi degan bir huquqshunoslar yo'q, aniqlaydigan bunaqa narsalar. Kichkina bizneschasi bor. Lekin AI ga o'sha biznesini integratsiya qilmoqchi. Qanaqa qoidalar bormi ular foydalanib ertaga kuyib qolmasligi uchun-da? Qoidalar asosan mutaxassisga qildirsa bo'ldi. Ya'ni men misol uchun hech qanaqangi yomon narsa ko'rmayman. Kimdir o'zi vibe code qilib qanaqadir app yasasa. Bunda muammoyim yo'q meni. Meni muammoyim o'sha appni deylik ommaga olib chiqdi. Ommaga olib chiqqan paytda ham qancha olib yesin. Ya'ni sotilsa, nima qilib, chunki shunaqa o'zi kontrol etsani shunaqa kichkina qildi. Biznes qilaversin. Meni muammoyim yo'q. Ya'ni chunki hamma o'rgangan nimasidan tortib, ya'ni narsasi bilan maksimum pul topishga harakat qiladi. Ya'ni men uchun bu normal holat. Faqat ayrim joylar bor, o'sha narsalar to'g'ridan to'g'ri insonni salomatligiga yoki bo'lmasa hayotiga ta'sir qiladi. Deylik, misol uchun katta gradusda ishlaydigan nimalar bilan ishlayapsiz, misol uchun stanoklar bor. Aynan shu narsani avtomatlashhtiraman deyapti. Kimdir avtomatlashtirdi va bu narsani oqibatida kimdir o'ldi. Misol uchun eng yomon ssenariy haqida gaplashyapmiz biz. Ya'ni san qilgan resheniyani, ya'ni yechimni boshqalarda qanaqasiga xavf tug'dirish jarayoni bormi? Shu yerni 2 marta emas, 50 marta o'ylab ko'rish kerak. Bizneslar uchun ham xuddi shunaqa. Biznesingizga kimdirgadir programma qildirmayapsizmi? Programma deymizmi, avtomatlashtirishmi, bilmayman, nimadir. Aynan mana shu jarayonda o'sha qilayotgan odamni mutaxassisligidan kelib chiqishi kerak, birinchi deb o'ylayman. Kompaniya o'zi biznesdan xabari bormi? O'zi vaqtida kompaniyami? Yoki agar hop mayli biznesdan xabari bo'lishi mumkindir, boshqa ertadan keyin o'sha eng birinchi navbatda uni ma'lumotlari aynan o'sha shunaqangi holatlar bo'ldi. Mana bu ham живой кейс, meni tanigan odamlar juda yaxshi biladi. Korxona bitta egasi bitta dasturchiga bitta ma'lumotni qildirgan va qildirgan ma'lumotni qildirmagan, sistema qildirgan. Dasturchi bilan chiqishmay qolgan. Dasturchi hamma narsani remote o'chirib ketgan. Mayli, u o'chirib ketibdi. Raqobatchisiga sotsa nima bo'ladi? Yoki bildirmasdan sotib turgandir. Shuning uchun qadriyatlar muhim. Qadriyatlar, odamning qadriyati, oldin kim edi u, bitta surishtirib. Bu alohida, ya'ni bizneslar uchun meni maslahatim demoqchiman. Hop, kim bilan ishlagansiz degan savolni berish kerak bo'ladi. Menimcha. Lekin o'z biznesi uchun emas, o'zi uchun bitta narsa qildiryapti. Tasavvur qiling. Qildirsa unda men aytib turgan narsalar kerak emas. Misol uchun, deyapti, menga deyapti, har kuni mana yerda mana bu narsa keladi. Men shu narsalarni avtomatlashtirib bergin, shu Telegramda hammasi bitta bot shaklida qanday qilib bo'lsin yoki Telegramda men hali audio shaklida so'raganimda shuna sinsa, kimdir misol uchun tayyor gatovoy resheniyalarni uстановка qilib berar, balki sozlab berar, nimadir qilib berarda, tam Hermesmi yoki bironta agentlarni qilib berar. Bu muammosi yo'q. Endi u chunki javobgarlik o'zida va u faqat o'zigina o'sha ma'lumotlar bilan ishlaydi, ya'ni hammasi o'z javobgar. Lekin siz qilgan resheniyasiz boshqalarda hayotiga o'zi ta'sir qilishni boshlayib turgan, ya'ni bizneslarda umumiy unaqangilarga qiladigan bo'lsa, o'shaning uchun men choralarni ko'rilishni eng kamida shart va majbur qilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Va bu joyda aka bir nuqtani aytish kerak, ya'ni o'sha boshqalarning hayotiga ta'sir qilish birdaniga bo'ladimi? Sekin-asta bo'ladimi? Yoki keyinroq yuz beradimi? Bunisiga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni siz o'sha aytayotgan issiq gradus u to'g'ri birdaniga bo'lishligi mumkin. Lekin mana bu vес tashlashga o'xshagan narsa. Masalan, aytaylik, va'da berib yuborsaki, men seni aytaylik 1 oyning ichida 30 kilogramm tashlatib beraman. Bilasiz, bu ziyon narsa. O'zi haqiqiy dietologlar bunaqa tashlatmaydi. Birdaniga. Ya'ni agar bu tanqidiy fikrlash bilan bog'liq baribir bu. Bunday bo'ladigan bo'lsa, bilmadim. Ya'ni aytmoqchimanki, ta'sirlari ham o'sha birdaniga bo'lishi mumkin yoki sekin-sekin bo'lishligi mumkin-da. Xuddi shunaqa. Ana data bo'yicha aka, balki bu yerda hozir katta bizneslar ham bordir, eshitib turgan. Qanaqangi tajribalar bor? Men bitta tajribani bilaman, balki bu narsa agar noto'g'ri bo'lsa aytarsiz. Ba'zi bizneslarda datalari, endi klientlar datalari, ishchilarning datalari bo'ladi.
har doim ham insonni qadriyatini tekshirishga imkoni yo'q yoki o'sha insonni to'g'ri har xil bir kontrakt qilganingiz bilan lekin ertaga rostdan o'shanga amal qilyaptimi bilmaysiz bu narsani. O'shanga ko'pchilik nima qiladi bilsangiz, kompaniyani o'ziga maxsus xona qilib, kompyuterlar o'sha yerda bo'ladi, qanaqadir filtr o'tkazadi yoki umuman internetga access bermaydi, datalar qilib turganda faqatgina o'sha yerdagi bir kattaroq super kompyuterlar orqali datani proses qiladi. Ya'ni bunaqangi bizneslar bizda kamroqda hozir. Ha, bunaqa katta bizneslar yo'q hozircha. Yo, misol uchun tasavvur qiling, H200 dan misol uchun Nvidia'ni o'sha kompyuter anaqangisini oldingiz. Taxminan kirib kelish bilan bizga mana bor imkoni 50 ming, 80 minggacha tushishi mumkin. 50 ming, 60 mingga tushadi deylik. Va shunda siz biznesingizni o'sha imенно AI masalasini aytyapman, server masalasini hali aytganim yo'q. Shu narsa o'zini qanchalik oqlaydi degan savol bor biznes uchun. Deylik, unga qaysidir coding modelni biz deylik o'rnatdik-da, ochiq modelni, ochiq manbali modellarni. Deylik, frontier modellar bilan, ya'ni deyarli bellashadigan Xitoyda modellari bor. Ba'zan ochiq koderlar uchun. Shuni o'rnatdik-da va shuni IT kompaniyani IT bo'limida, ya'ni cloud code paketini olib berishni o'rniga shuni o'zi, ya'ni o'zimiz mahalliy anaqangilarda ishlatyapmiz serverimizni yoki ma'lumotlarimizni ustida boshqalar train qilmasin deyapmiz. Chiqib ketmayapti deyapmiz. Chiqib ketmasin deyapmiz. Shu qanchalik o'zini oqlaydi? Hop, $200 dan nechta paket olasan sen misol uchun? Yoki enterprise ishlatsang yoki umuman xarajating qancha? Shu qilyapti turgan xarajating, mana shu qilgan rasxodingni qanchada, misol uchun komandaga tasavvur qiling, $2000 yoki bo'lmasa $5000 har oy xarajat qilasiz IT komandangizga. Deylik, paket sotib olishga. Paket sotib olish uchun. Va sizda shunaqangi variant bor, 1 yilda o'zini oqlashi mumkin. Hali 50 mingga olib keldingiz, misol uchun farazanda juda qo'pol hozir hisob kitob qilyapman. Balki shu to'g'ri yo'ldir degan. Endi ma'lumotlar xavfsizligiga keladigan bo'lsak, serverda mani o'zim alohida qarashlarim bor. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlamaslik va qonunchilik haqida buni bilmayman. Bunga amal qilyapti turganlar bo'lishi mumkin, amal qilmayapti turganlar bo'lishi mumkindir. Lekin ayrim ma'lumotlar bor, misol uchun O'zbekistonda turmaganligi xavfsiz biznes egasi uchun. Ajoyib. Xuddi shu narsani men ham aytgandim. Bitta kompaniya aytyapti, bizni YouTube tomonimiz deyapti, bizdagi datalar tashqariga chiqib ketmaydi. Aytdim, u siz YouTube tomoningiz emas, u balki YouTube emas tomoningiz ham bo'lishi mumkin. Balki kamchiligingiz ham bo'lishi mumkin-da. Chunki biznesingiz o'zi belli ishlamaydi-da, qora ishlaydi-da, mana misol uchun. Hamma narsani. Xuddi shunaqangi, ya'ni bunga aniq bitta to'g'ri javob yo'q demoqchiman. Ya'ni biznesda albatta naturasidan kelib chiqadi. Ajoyib. Agar biznesdagi AI ni qilyapti turganda o'zingiz qaysidir bottlenecklarni ko'rdingizmi? Ya'ni to'siqlarni. Qanaqa ma'noda aytmoqchiman? Mana aytaylik, ChatGPT yoki AI bir narsani oldin kimdir 5 soatda qiladigan narsani 20 minutda qilib berdi. 3 varaqli report qilib berdi deylik. O'sha reportni boshlig'iga olib kirdi. Boshlig'i endi o'sha 3 varaqli narsani 20 minutda o'qiy olmaydi-da. Endi ko'proq vaqt sarflaydi. Endi bu yerda bottleneck bo'ladi-da. Nimaga? Chunki bir soha tezlashgani bilan nari soha hali unchalik tezlashmadi. Boshlig'i ham AIda summarize qilgan deyish mumkin. Bo'lishi mumkin. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa bu bir misol ko'rinishida edi. Boshqa bir misolingiz bormi shu narsa bo'yicha? Bottlenecklar bizda deyarli har safar uchraydigan bottleneck bor. Bottleneck desa tushuntirib qo'ying. Bottleneck hali shishani o'sha chiqish joyi, suv chiqishiga to'sqinlik qilgandek shu narsani biz qilib qoladi. Ya'ni jarayon yurishida sekinlashib qoladi. Jarayon yurishini sekinlashtiruvchi omillar deylik. Aha, shunday. Bu yerda shunaqangi holat bo'ladi. Ko'pincha bizneslarda biznesning egasi hozirgi kunda AI pill deb deyishadi. Ya'ni AI dorisini ichib olgan. Ya'ni u to'liq komanda bilan, ya'ni AI biznesda AI ga moslashtirishga tayyor, har xil naqangilarni ko'rgan, lekin asosiy to'siq biz bilan kelishuvdan keyin kompaniyani xodimlari o'rtasida kelib chiqadi. Ya'ni kompaniyani xodimlari o'sha ma'lumotlarni ochiqlagisi kelmaydi. Ya'ni o'zi nima ish qilyapti? Avtomatlashtirishdan zotan maqsad protsessni bilsangizgina keyin avtomatlashtira olasiz. Ya'ni jarayonni qanaqa bo'lishdi. Va xodimlar sizga
haligi oyda bir, yilda bir uchraydigan masalalarda aytishni boshlaydi. AI qila olmaydi farazan ularni misol uchun nazarida. Bu nimani beradi sizga? Muammo shundan iboratki, bu korxonani AI ga hali implementatsiyasiga, ya'ni komanda, umuman jamoa sifatida falsafiy darajada hali tayyor emas. Shuning uchun rahbarlarning vazifasi ochiq bo'lish kerak hamma sohada. Ya'ni, misol uchun, o'tgan yilda bahorida san deylik 2 milliard so'mlik оборот qilib turgan ekansan. Ya'ni 2 milliardlik buyurtmalar bilan ishlab turgan ekansan. Va shu buyurtmalarni bajarish jarayonida, 2 milliard buyurtmalar jarayonida san A ishni qilasan, qaysiki borib klient bilan gaplashardursan, nimadir qilasan. B ishni qilasan, keyin shu klientga shartnomasini tayyorlaysan qog'ozda. Shu shartnomani tayyorlashni avtomatlashtirish mumkin. O'tgan yili bahorda 2 milliard оборот qilyap turgan bo'lsa, endi bu yilda qishiga kelib turib, haligi оборотi deylik 2 milliard emas, endi 5 milliard bo'ldi. Mijoz ko'paydi, ish ko'paydi. Lekin nima desam bo'ladi? Odamlarning soni ko'paymadi. Klientlar demoqchisiz. Klientlar yo'q. Ishlayotgan odamlar ishchilar soni ko'paydi. Ya'ni ular nagruzkada ishlashni boshladi. Haligilar kelib turib, mana B ish jarayoni bor edi-ku, hali sana qo'lda ruchnoy bir nimalarni qilyap turgan. Shuni qilamiz, bo'ldi. O'zi eng to'g'ri strategiya ham shu. Mana hozirgi holatda. Shuni qilamiz, sizlarda o'stirmaydigan, har doim takrorlanuvchi, mana shunaqangi ishlaringizdan soqit bo'lasizlar. Faqat maqsadlaringiz faqat klientlar bilan gaplashishga sarflaysizlar. Nimani ham oshirishimiz mumkin degan falsafani singdirish kerak bo'ladi rahbar. Chunki biz birinchi borib endi konsalting biznesida o'zingiz bilsangiz kerak, biz borib xodimlar bilan ham ko'p gaplashamiz-da. Ya'ni asosiy ishimiz xodimlar bilan gaplashish. Xodimlar bilan gaplash jarayonida xodimlar sizga ochilmaydi, ya'ni jarayonni qanaqa qilishini aytmaydi. Iloji yo'q, yana rahbarga chiqasa, shef, biz bilolmayapmiz. To'liq bilmasak, biz jarayonni qanaqangiligini u uni aytmaydi, bu buni aytmaydi. Oxiri to'g'ri 5 marta bordi keldidan keyin oxiri baribir hamma kartani olinadi baribir. Chunki ana boshlig'i qo'pol qilib aytganda, hali qo'shtirnoqchida AI ga ishonib bo'lgan. Ya'ni nima qilib, lekin jamoada shunaqangi holat, ya'ni bottleneck asosan adaptatsiya jarayonida kechyapti. Ya'ni xodimlar o'zi bilan birga. Haqli gaplar gapirib o'tiradi, jig'iga tegib o'tiradi siz xodimlaringizni. Bor, hali o'rgangani borganlar. O'rganilgani borganingizda o'shalar. Ajoyib. Ya'ni bu tomonni o'ylamaganman ekan to'g'risi. Ya'ni xodimlar tomonidan bu narsa qaysidir ma'noda ular o'sha o'zlarining ishini yo'qotib qo'yishdan ham qo'rqish bo'lsa kerak. Asosiy narsa shundan iborat. Asosiy narsa shundan, qo'rquv shundan. Va bu real qo'rquv. Ya'ni men bu qo'rquvni oqlayman. Ratsional, mantiqiy qo'rquv. Tushunarli. Shunaqa. Aka, nimamizni seksionimizni oxirgisini gaplashamiz. Mana biznes ma'nosida gaplashdik, shaxsiy ishlatish bo'yicha gaplashdik. Hukumatlar va AI. Oxirgi yangilik bilan boshlaylik. Mana Amerika Fable 5 chiqqanda, birinchi o'rinda sizga aytay aka, Claude Fable 5 nimasi bilan nima desa bo'ladi? Kuchli emas, xavfli deyilishi mumkin biroz. Nimasi bilan xavfliki, u narsa chiqishidan oldin kompaniya enterprise'larga berib, o'zlaringga xavfsizlik sistemalaringga mana yaxshilab olinglar, keyinroq ommaga chiqaramiz deb ommaga chiqdi va kuni kecha AQSh hukumati Fable 5 ni o'chirgizib qo'ydi. Hozir mana cloudga kiradigan bo'lsangiz, unavailable, ya'ni ishlata olmaysan degan narsa o'tiribdi. Ishlatib ko'rdingizmi? Yoki umuman nimasi bilan xavfli darajada kuchli ekan Fable? O'sha chiqqan kuni bir 15 minut bo'lgandan keyin ishlatish boshlandi biz ofisda. Va o'chgangacha, bugun ertalab o'chdi o'zi aniqrog'i. Bugun ozonda biz vaqt bilan 5 da o'chdimikan. Shungacha nimalardir ishlatdik. Bu ko'pchilik Mythos deyapti. Bu Mythos emas, Mythos klassidagi model bo'lgan o'zi aslida. Qo'pol qilib aytganda, endi bu yerda o'zbekchasiga aytaveray. Mythosda
adbetlari kesilgani bitta joyda prikoldan qilib qo'ydi, ya'ni metosda sunnat qilingan varianti dedik. Chunki ayrim to'siqlarni o'sha qo'yib biologiya va kiberxavfsizlik sohasidagi o'sha joylarini to'g'ri sozlab va e'lon qilishdi bu narsada. Va bu narsani Amerika hukumati taqiqlashi eng qizig'i Amerika hukumatidan chiqmadi bu narsa. Bu narsani Amazonda researcherlari topishdi teshigida. Ya'ni Fabledagi teshigida aylanib o'tish mumkin bo'lgan o'sha joylar borligini va buni oddiy til modellari ham qila olishligini Antropika emas, Oq uyga aytishgan. Va Oq uy tomonidan keyin endi juda ham qo'pol tushuntiryapman. Antropika keyin buyruq bo'ldi. O'chirish Antropik bu narsani haqiqatda tekshirib ham ko'rdi va o'sha teshik haqiqatdan mavjudligi uchun bular o'chirishdi. Xavfsizlik teshigimi bu? Xavfsizlik teshigi ham. Va yana qaytadan tiklaymiz deb aytishyapti. Ya'ni uni yopish uchun. Ya'ni bu narsada hukumat to'g'ri qaror qabul qildimi, to'g'ri qaror qabul qilmadimi degan narsada men javobini bilmayman. Iqtisodiy tarafdan qarasangiz, xuddi bir texnologiyani bo'g'yab turgandek ko'rinadi. Xavfsizlik, milliy xavfsizlik tomonidan qarasangiz, bu aynan nima deydi, qilinishi kerak bo'ladigan ishdek bo'lib ko'rinadi. Men u joylarni bilmayman, ya'ni. Men u haqida ma'lumotga ega emasman. Chunki yangi chiqib ketdi-ku undan keyin. Chiqqan ma'lumotlarga ko'ra o'zi aslida aytayaptiki, bilasiz, ana eksport qilishda ba'zi bir mahsulotlar aytaylik, mana Turkmaniston o'zini otlarini eksport qilmaydi. Shunaqa nimalar bor-da, ma'lum bir nimalar bor. Chiplarni eksport qilmayotgandek Xitoyga. Bu ham endi xizmat bo'lganligi uchun xizmatlarni eksport qilmaysan degan ma'noda hukumat to'sib qo'ygan, faqatgina amerikaliklarda o'ziga ochiq bo'lsin. Yo'q, unaqa bo'lmadi-da natijada. Natija unaqa bo'lmadi. Hammani o'chirib qo'ydi hozir. Natija unaqa bo'lmadi. Amerikan fuqarolarini o'zi ham foydalana olmaydi bu narsadan. Shunaqa bo'ldi-da hozir. Ya'ni lekin aytmoqchi bo'lganim, uni ortidagi nima, mana shunday geosiyosiy narsalar ham bo'lishi mumkin. Umuman siz qanaqa o'ylaysiz, ya'ni AI ichida yurgan inson sifatida AI ertaga o'zi hozir ham ishlatyapti qurol sifatida, qurol bo'lib turib, qanaqangi qurolki notengsizliklarni chiqarish. Oddiy ChatGPTga o'xshagan modellar, masalan, biz ishlataveramizda, O'zbekiston ishlatadi, rivojlanayotgan davlatlar ishlatadi-da, Fable yoki undan kuchliroq bo'lgan nimalar faqatgina rivojlangan davlatlarning o'ziga. Ya'ni bu qay darajada xavfsiz va reallikka qay darajada yaqin bu narsa? Yo'q, reallikka yaqin, chunki oddiy o'sha ko'pchilik aytib turgan AGI poygasini olib qarang. Siyosiy hukumatlar darajasida Nvidia kompaniyasi ko'pchilik chip ishlab chiqaradi deydi. Nvidia chip ishlab chiqarmaydi. Nvidia chipni dizayn qiladi. Ishlab chiqaruvchilar, misol uchun Tayvandadir, boshqa va uni 1% bilimda o'sha premium kanalda bitta tahliliy keyin ommaga ham e'lon qilgan tahliliy chiplarni, aynan chipni ishlab chiqarish bo'yicha tahliliy maqola qilgandik. Ya'ni chip industriyasi, buni shunday tushunishlarni xohlardim men tomoshabinlarda. Ya'ni AI degani bu biz ko'rib turgan ChatGPT emas. Bu uch xil narsa. Birinchisi infratuzilma darajasida. Va mana shu yerda siz aytib turgan hukumatlar va siyosat o'rtasida janjallar yoki bo'lmasa poyga kelishmovchiliklar sodir bo'ladi. Bu chiplardir balki. O'sha chip desa nima desangiz, qo'pol qilib aytganda o'sha motori deylik, mana ishlatib beradigan. Data centerlar infratuzilmaga kirib ketadi. Bu ham o'sha ishlab turgan chiplarni sovutish uchundir balki yoki ma'lumotlar tahlili uchundir, boshqadir. Yoki bo'lmasa ularda ishlashini ta'minlash uchun energiya resurslaridir. Amerika misol uchun energiya yetmasdan eski uran nimalarini, ya'ni reaktorlarni ishlatishni boshladi. Hali uran bilan boyitilgan energiya anaqangilar manbalarini ishlatishni sekin boshlayapti. Ya'ni xususiy kompaniyalar kontrakt qilib. Mana shular eng tagidagi, qo'pol qilib aytganda, sun'iy intellektni benzini infratuzilma darajasida. Ana undan keyin buni ustiga quriladigan narsa bu modellar. O'sha ko'pchilik biladigan ChatGPTni 5.5 modelidir balki yoki Gemini'ni 3.1, 3.5 modellaridir. Ya'ni modellar bor. Va biz ChatGPT deb biladigan narsa, ya'ni o'sha programma, bu keyin endi platformalar darajasida. Higgsfielddir balki, bilmadim. Misol uchun Magnific'dir yoki Open Router'dir, bilmayman, har xil. Bular hammasi o'sha API'ni integratsiya qilib qilinadimi? API'da integratsiya qilinadi yoki bo'lmasa o'sha mavjud modellarni anaqasini, ya'ni misol uchun chiqarib beradigan frontlari, Cloud programmasi misol uchun platforma. Zotan modellarni uni ichidan tanlab turib ishlatasiz. Ya'ni shu 3 ta urovenda oldin tushunib olishimiz kerak bo'ladi.
endigi masala nimadan iborat desangiz, endigi masala hukumatlar qayerda janjallashyapti. Qaysi frontda? Janjallashgan narsalar oldin energiya resurslari, chipni, işte Xitoy bilan o'sha Tayvan masalasi, Amerika unga aralashishi. Chunki chip ishlab chiqaruvchilar Tayvanda. Shuncha geosiyosiy, ya'ni yer masalasi emas demoqchisiz-da. Xitoy ya'ni kenga o'zini Hop, Tayvanni egallagandan keyin bo'ldi. Bemalol anaqa chiqariladimi desiz, yo'q. Chunki uni misol uchun ayrim xom ashyolari deylik Yaponiyadan keladi. Ayrim anaqangilari deydi to'ldiruvchi elementlari deylik, qaysidir nodir metallar bilan bo'lar balki. Ya'ni bitta chipni ishlab chiqarish bitta davlatga to'liqligicha bog'liq emas. Nvidia aynan mana shu narsalarni qilib, o'zi chip dizayn qilgan chiplarga buyurtma beradi va o'sha chiplarni oladi. Shularni qudratli chiplarini sotishni Amerika hukumati Xitoyga taqiqlaydi. Eng oxirgi modeldagi chiplarni sotishni taqiqlaydi. Siyosiy masala. Va iqtisodiydir qaysidir ma'noda. Va Xitoy hukumati nima qilyapti? Xitoy hukumati o'zlarini manbalarini, siz ChatGPTni pulga ishlatsangiz, ular o'zlarining ochiq manbalarini e'lon qilyapti va arzonroq chiplar bilan e'lon qilyapti. Ochiq manba bo'lishining ham sababi shu, juda ko'pchilik nima desam bo'ladi, unga kontributsiya qiladi-da, ya'ni o'zini o'sha mayda teshik bor, ulushini qo'shadi. O'zini, hissasini qo'shgandan keyin u rivojlanadi. Va tasavvur qiling, Amerikadan kuchsizroq chiplar bilan Xitoy deyarli Amerikan darajasidagi modellarda algoritmni hisobiga ishlab chiqaryapti. Modellarda degani chip, arzonroq chiplar bilan ishlab chiqaryapti. Endi u ochiq manba-ku. Va bu informatsiya Amerikada ham bormi? Bor. Amerikada kuchli chip ham bor endi. Ya'ni poyga davom etaveradi. Qaysidir darajada. Bitta ma'lumotlar o'g'irlanishi, sabotajlar, shunga o'xshagan yoki sovuq urushda qaysidir holatdagi raqamli urush versiyasi, raqamli va shunga o'xshagan narsalar endi siz aytib turgandek modellar uroviniga ko'chyapti, meni tushunchamda. Chunki Xitoyning modellari eng populyarniy joy, ya'ni mashhur bo'lgan joy Amerikada. Chunki API sifatida olib, ya'ni modelni ishlatsangiz, Xitoyning modellari juda ham arzon. Amerikan modellaridan ko'ra. Hattoki raqamli jihatdan ham arzon ularda, qarang. Mahsulot emas, raqamli jihatdan ham arzon. Endi tasavvur qiling, bizdagi eng katta muammo oddiy shu mutaxassislik fikrida ayrim ishlar bor avtomatlashtirilganda. Haligi ishlar uchun arzon modellar yetib ortadi. Lekin bilmagan odam, misol uchun token sarfini bilmasa, eng aqlli modelda qilsak shu narsalar zo'r chiqadi degan tushunchada bo'ladi-da, uvol qiladi. Qo'pol qilib aytganda Opus 4.8 ni Excelni sortirovkasi uchun qo'yib qo'yishlik bu eng yomon narsa. Misol uchun uvol. Qo'pol qilib aytganda. Qisqasi Xitoy modellari Amerikaning ichiga kirib bo'ldi demoqchiman. Endi tasavvur qiling, o'sha modellar bilan baribir o'sha kiritilgan ma'lumotlar asosida train qilinadi o'sha modellar. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan hukumatlar o'rinidagi masala juda ham chalkash. Bu akam, bu Xitoy masalasiga gap ketganda BYDning muvaffaqiyat hikoyasi raqamli ko'rinishda ham sodir bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Men Xitoyda ochiqni aytaman, endi laboratoriya masalasida bilmayman, sun'iy intellekt modellar laboratoriyada yaratilinadi. Aynan ochiq manbali modellarda Xitoy g'alaba qozonib bo'ldi deb o'ylayman. Open source'larda. Open source'larda Amerikadan ko'ra. Frontier modellarda endi uni yopiq modellarda Amerika mana hamma ko'rdi, Mythos'da, Fable'da ko'rdi. Ishlashini boshqa unaqangisini Xitoydan hali biz kutyapmiz shu narsani. Lekin mana Minimax'da 3-modeli chiqdi. U aynan agentlarda orkestratsiyasi bo'yicha misol uchun uncha ochiq modellardan yaxshi ishlayapti. Yopiq modellardan yaxshi ishlayapti. Gemini'dan yaxshi ishlayapti. Ha. Misol uchun aytmoqchi bo'layotgan narsa. Ya'ni modellar ham ixtisoslashib ketyapti deb o'ylayman. Misol uchun xuddi Claude modellari. Va mana shu ixtisoslashuv o'zi aslida nima deydi? Ular yutuq tomoni bo'lyapti-da. Men ana muvaffaqiyat hikoyasini takrorlaydiganim, Xitoy BYDda bo'ladimi, smartfonlar ishlab chiqarishda bo'ladimi, ortda ketib turib o'tib keta oldi-da. Ortda ketib turib o'tib keta oldi. Masalan,
BYDni shunaqangi bir modellari chiqyapti. Nimadan anchagina yaxshi savdo bo'yicha mana yaxshigina ulushga ega dunyo bo'yicha. Ya'ni mana shu hikoya takrorlanarmikan AI poygasida ham? Har doim aytaman, ya'ni AI umumiy hisobda, ya'ni modellar, bugungi kundagi modellar insoniyatda fikrlash darajasini, aqlni olib turgan bo'lsa, jismoniy jihatlarini bajarish baribir robotlarga qoladi. Robot texnikaga. Va hali ham biz Amerikadan javob kutyapmiz. Xitoyda ya'ni humanoid, ya'ni odamsimon robotlariga javobdi, ya'ni o'sha Tesla Optimus deyapti, boshqa faqat theoretical kutyapmiz. Boston Dynamicsda o'sha itlarini ko'proq anaqada nima deydi, masshtablashgan holatlarda ishlab chiqarish Xitoyda sodir bo'ldi va ulardan 10 barobar arzonroq narx evaziga. Misol uchun-da. Ya'ni robototexnikada Xitoy oldinda. Meni tushunchamda. Balki bu dron boshqaruvda ham bo'lar. Unisini men bilmayman. O'sha narsa, ya'ni o'zi kuchli model deyilganda nafaqat natural language NLP, balki buni o'sha amaliyotda qo'llay olishlik, robotlarda qo'llay olishlik bu narsa. Mana shu narsa bir alohida kuchlilik belgisi emasmikan? Ya'ni yetmoqchi bo'lganim. Bilmadim, bu narsa bilmayman, qarang. Sun'iy intellekt ko'p narsalar haqida fikrlashingiz kerak bo'ladi-da. Ya'ni ilm olish masalasi bo'lsa, tasavvur qiling. Notebook LM sizni eng yaxshi iqtisodchi Valijon To'raqulov bo'lib turgan bo'lsa, hozirgi kunda misol uchun farazan olib aytyapman, ayrim doiralarda yoki O'zbekistonda deylik, misol uchun shunaqangi kun keldi. O'sha kun yo'qoldi, ya'ni ilm masalasida hozir eng kuchli o'qituvchi siz bergan manbalardan beradigan sun'iy intellekt, matematika o'qituvchisi misol uchun yoki iqtisodiyot. Robototexnikani bunga qo'shsangiz qo'rqinchli ssenariy sodir bo'ladi. Qanday? Sizga men tuxum pishirishni o'rgatish uchun qaysidir ma'noda men skarodkan tepasida, tovan tepasida tuxumni qovurib turaman, siz ko'rib o'rganasiz. Keyin bir marta o'zingiz pishirib kelasiz. Endi siz uni o'g'lingizga o'rgatishingiz uchun xuddi shu narsani takrorlashingiz kerak. Birdaniga bir necha odamga o'rgatasiz, hammasi har xil darajada o'rganadi, kimdir o'rganmaydi, kimdir kuydirib oladi, kimdir to'g'ri pishiradi. Endi aynan mana shu tuxum pishirishni bitta robotga o'rgatdingiz. Endi xuddi o'sha robotdan 30 mingta bor. 1 sekundda 30 mingtasiga o'rgata olasiz. Ilmda tarqalishi. Ya'ni bu taraf yoki o'sha paperclip teoriyasi bor. Inson va robotlarda alignment, agar Ethan Mollikni kimdir o'qisa, Co-Intelligence degan kitob yozgan, 2024da yozgan adashmasam. Shuni paperclip nazariyasini keltiradi bitta olimniki. Ya'ni sun'iy intellekt maqsadlar bilan yuradi. Sen skriptga ishlab chiqaruvchisan degan narsani sun'iy intellektda bitta agentni miyasiga singdirib qo'ysangiz, uni maqsadi skriptga ishlab chiqarish, ya'ni nima desam bo'ladi, anaqangi qog'ozni tirq, anaqangi deylik. Qog'oz. Mix ishlab chiqarish deylik, ana. Sani anaqangi mix ishlab chiqarish deb uni miyasiga qo'yib qo'ysangiz, o'sha mix ishlab chiqarish bo'ladi. Toki siz uni insoniy qadriyatlar bilan to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Chunki insoniy qadriyatlar bilan to'g'rilamasangiz, uni maqsadi mix ishlab chiqarish. Birinchi bo'lib mix ishlab chiqarish uchun nima kerak deydi? Pul kerak bo'ladi deydi. Misol uchun ketma-ket o'zi o'ylayapti. Temir sotib olaman deydi. Temirlarni sotib oldi. Hammasiga mix ishlab chiqardi. Endi nima qilish kerak? Yana ko'proq pul kerak. Yoki bo'lmasa, bo'ldi, eski binolarni buzib, uning ichidan armaturalarni olaman, ularni eritib yana mix ishlab chiqaraman. Xo'p, temirlar ham tugadi. Endi nima qilishim kerak? Endi rudalarni qazib olishim kerakman. Ruda qazib olib turib boshqa qilib, ya'ni bu paperclip AI degan o'sha teoriya bor, shunaqa ya'ni. Qildi va oxiratda nima bo'ladi? Xo'p, insonlarni o'ldirishim kerak. Chunki insonlarni o'ldirib turib, uni tarasidagi, tarkibidagi molekulyar moddalarni yoki bilmayman qanaqadir elementlarni oxiri shundan temir yasash mumkin. Maqsad shu chunki. Maqsad chunki mix ishlab chiqarish. Biz mix ishlab chiqarish jarayonida human alignment problemasi hali ham turibdi. Va olimlar bugungi kunda bosh qotirib turgan o'sha metastemmasi bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa masalalar bo'ladimi? Hammasi aynan mana shu human alignment, ya'ni bu har qanchalik insoniyatning maqsadi bilan birga bir tushyapti hozir. Kalibr nima deydi? To'g'rilanyapti degan narsa bor. Shuning uchun balki hukumatlar uchun bu kattaroq savol. Ajoyib. Ya'ni modelni shunchaki ishlab chiqarib qo'yishni o'zi emasda, ya'ni o'sha chunki modelni o'zini ishlab chiqarib turib buni robotga integratsiya qilib qo'ysangiz va aytganingizdek, mana bu mix ishlab chiqarish uchun chegaralar qo'yilmasa, masalan aytaylik,
inson degan nimaga aralashmaysan yoki pul topilayotganda masalan qadriyatlar asosiga bir mana bunday nimani bo'yicha topasan degan narsalar qilinishi kerak, to'g'rimi? Bu ham o'zi aslida trenirovkasi boshqa просто biz unaqangilarda mutaxassislarda asosiy muammosi ayrim mana shu bo'lib turgan jarayonlarda biz qorong'udaligimiz. Ya'ni Daryoni gapi bu. Daryo Amadey bu o'sha anaqani Anthropic kompaniyasining rahbari. O'shani gap. Ya'ni biz AIda qanaqa ishlashini hozirgacha bilmaymiz. Ha, o'zi shunaqa deydi. Ha, ya'ni rostdan modellarda anaqangisi, ya'ni biz tasavvur qiling, modelni kodingga train qilyapsiz-da siz, kodingga. Uni natijasida boshqa narsadan kuchliligini siz keyin bilib qolyapsiz. Imенно metis shunaqa bo'lib tug'ilgan. Ya'ni u bitta bular modelni train qilish natijasida u kiber xavfsizlikda muammolarini topishga ixtisoslashib qolganligini keyin bilishgan, ya'ni post factum. Lekin u yerda masalan ishlash nimasi bor-ku aka, anaqa matematik holatdan qanaqa ishlaydi, algoritmik holatdan qanaqa ishlaydi? Yo'q, bu o'ylab turganligini bilolmaysiz. Oxirgi o'sha Claude white paperni o'qisiz, ya'ni modellarda endi bilamiz qanaqangi o'ylab turganini chiqardi, lekin u yerda ham baribir qorong'ili joylar bor. Ya'ni inson aralashadi har doim. Ya'ni qachon? Mana tasavvur qiling, singularity haqida gapirasizmi yoki bunday narsani tasavvur qiling. Xo'p, modelni trenirovka qildirdingiz. Trenirovka qilganingizdan keyin inference bor. Ya'ni trenirovka qilinmagan ma'lumotlar bilan uni test qilib ko'rish deylik, farazan. Yoki bo'lmasa Keniyada odamlar aynan o'sha human aralashgan reinforcement learning deyiladi. O'shalarda ya'ni bu javob to'g'ri, bu javob to'g'ri emas, bu javob to'g'ri, bu javob to'g'ri emas degan narsani insonlar belgilab berish kerak ayrim narsalarda. Yoki Anthropic kompaniyasi tam diniy rahnamolarni chaqiryapti. Maslahatchi o'laroq, ya'ni insoniyatga nima yaxshi model trenirovka qilish uchun. Lekin buni bitta kompaniya qilyapti turgan bo'lishi mumkin va bu qilyapti turgani balki marketing uchundir, balki rostdan samimiyat uchun qilyapti turgandir, lekin boshqa kompaniyalar qilyapti turgani yo'qdir balki. Ayniqsa men misol uchun OpenAIga umuman ishonmayman. Ana u nima deydi? Qadriyati yo'q kompaniya deb o'ylayman. Bular pulni ketidan liboy narsa qiladi deb o'ylayman. Yaqinda hamma bildi bu narsani. Ha, aynan o'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, buni o'sha machine learning mutaxassislari yoki model trenirovkasi qilish bularda model qanaqa ishlashini, u o'zidan keyingi deylik o'sha fazodagi anaqangilarda qanaqangi keyin kelib turgan narsalarda bir necha million parametrlar yoki milliard parametrlar bilan to'g'ri taxmin qila oladi degan umumiy anaqani bilishadi. Lekin thinkingni hali bilmaydi. To'lig'icha bilmaydi. Ajoyib. Men hozir bu gaplaringizdan keyin buning uchun siz Yoshua Bengio bor. Yoshua Bengio adashmasam. Yoki bo'lmasa yana haligi ingliz nimasi bor, hozir nomi esimga kelmayapti. Juda ko'p odamlar bor, yoki mesela Mo Gavdatni yoki o'sha Daryoni o'zini essaylarini o'qishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt, ya'ni aslida mutaxassislar modellarda qanday ishlayib turgani, ichida nima bo'layap turganligini to'liq bilmasligi bu o'sha eng katta xavfsizlik sababdan o'ylantirib turgan ularda narsa. Chunki hozir bu nimalarni eshitgandan keyin men demak hukumatlar, hukumat gapirib turganim uchun hukumatni oldida men kutgandan ham ko'proq javobgarliklar bor ekan bu yerda degan narsa bo'lyapti. Yo'q, hukumat haqida o'zi o'ylashni bilmayman qanchalik absurd bo'lsa kerak deb o'ylayman. Insoniyatni oldida degan savol. Insoniyatni oldida. Endi o'ylayman, lekin siz bilan biz musulmon bo'lganligimiz bizga bu narsalar bilan nima deydi? To'g'ri moslash nima deydi? Kelishib keta olish. To'g'ri kelishib ketishimiz, to'g'ri nima qilishimizga yordam beradi musulmon uchun. Chunki biz ishonadigan o'zimizning qadriyatlarimiz bor. Misol uchun men nima bo'lsa qilaversin ular, chunki oxirida Xudoning aytgani bo'ladi. Shunaqa degan bizning nimamiz bor. Ya'ni o'zimizning nimamiz bor, qadriyatlarimiz bor, ishonadigan prinsiplarimiz deylik. Bizga bu ko'proq taskin beradi. Aka, modellar yangi model o'zi yaratish mumkinmi? Modellarni o'zi boshqa modellar yarata olishi mumkinmi? Va bu qay darajada xavfli? Jack Anthropic kompaniyasining yana bitta anaqangisi bor. Co-founder deymizmi yoki o'shanaqangisi. O'shani yaqinda mana ya'ni o'zini o'zi yaratuvchi modellar degan maqolasi chiqdi. Katta ehtimol bilan Metis modelini borligi haqidagi nazariya, borligi emas, o'zi leak bo'lgan payti yanvar bo'lgan. Fable sifatida ommaga e'lon qilinishida iyun bo'ldi, 6 oy. Shu 6 oy ichida nima deydi, Anthropic nima qildi degan savolga eng birinchi hamma beryapti turgan javob o'zi keyingi modelni yaratib oldi.
chunki Mythosga va Fable'ga qo'yilgan eng yana bitta katta hamma biladigan taqiqlardan bittasi model trenirovka qilganingizda u ishlamaydi. Shunaqa darajada. Ha, shu darajada. Ajoyib. Shu sababdan men nima desam bo'ladi sizga? Haligi inshoga qaytamiz. Antropikda anaqangi nima haligi xodim yozgan inshoga qaytamiz. Ya'ni katta ehtimol bilan misol uchun tasavvur qiling, model 5 bo'ladigan bo'lsa, model 5 ni insoniyat yaratgan bo'lsa, model 6 ni AI da o'zi yaratadi va undan keyin 7 ni, 8 ni hammasini nima qilib o'sha muammo o'sha yerda kelib chiqadi. Va buni yarata olish qobiliyatini insoniyatdan yashiryaptimi yoki yashirmayaptimi degan savolga javobim bor. Javob bormi, javob yo'qmi? Yo'q, javob yo'q aniqroq. Ha, javob yo'q. Aniqroq javob yo'q. Ha. Ya'ni chunki hozir ayni bitta biz gaplashib turgan paytimizda yaratyapti turgandir ham. Endi masalan bilmaymizda, chunki bilmagan narsani rostdan nima bo'layotganini bilolmaymiz. Shunaqa. Ajoyib emas. Ya'ni o'sha insoniyat taqdiri haqida gap ketganda o'sha hukumatlar orasida anchagina narsa bor ekanda, ya'ni hukumatning ortida javobgarlik degan narsa. Menga zo'r yangilik bo'ldi aka. Oxirgi savolim maslahat gaplashib turdik, afsus etib qo'yaylik. Soat 11 bo'lyapti. Hozir kechki 11 aka kelganingiz uchun rahmat. Oxirgi savol O'zbekiston bo'yicha biroz to'xtalib o'tamiz. Qarang, modellarni yaratish bo'yicha qaysidir ma'noda ikkita front bo'lib qolgandirda, bo'lib qolgandek. Amerika, Xitoy. Na Yevropa, na nima, Yaponiya texnika bo'yicha kuchli bo'lgan. Na Koreya o'zini modelini yarata olmayapti. Bular o'zini modelini yarata olmayotgan paytda kuchli davlatlar gap ketganda biz O'zbekiston o'zini modelini qachon yaratadi deb turib savol so'rashga qancha darajada haqqimiz bor? Aslida lekin mana bu xavfsizlik masalalari haqida gap ketganda O'zbekiston bu haqida lekin hech narsa qilmasligi uchun qanaqadir bir excuse nima bo'ladi? Uzr bor aka. Ya'ni yo'q, men unaqa o'ylayapman bu masala bo'yicha. Men misol uchun men tanigan odamlarning ichida machine learning bilan ishlaydigan va AI bilan ishlaydigan odamlarning ichida birinchisi Anvar aka Narzullayev. Shu akamiz bilaman hukumat darajasida juda katta loyihalarning ichida. Hukumat ham jim o'tirgani yo'q. Hukumat ham olyapti O'zbekistonda anaqangisida o'sha modellarini, model deyman, kerakli chiplarni va ularni modelini o'zimizga moslagan holatda misol uchun yaratish haqida ishlar rejalashtiryapti emas, men bo'layapti turganligini bilaman. Bo'layapti turganligini. Yaxshi. Bo'layapti turganligini bilaman. Endi bizga halinaqangi qudratli modellarni yaratishimiz uchun biror nima kerakmi, kerak emas, unisini menda misol uchun javob yo'q yoki misol uchun Ruslan aka degan akamiz borlar. Biz u eski o'sha anaqangi paytdan beri ishlaymiz. Shahrom men bilgan anaqangi, ya'ni machine learningchilarda bular. Ya'ni men shular aynan katta proyektlarni qilgan Shvetsiyalarda yoki boshqa anaqangilarda. O'zbeklar shular. Ya'ni birodarlarimiz, do'stlarimiz, ya'ni bular ham o'sha yerda. Bu degani ya'ni o'ta pessimistik bo'lish kerak deb unaqangi emas, yo nabarot bizda ishlar ketyapti. Faqat ayrim ishlar ya'ni parda ortidadir. Misol uchun Amerika darajasida qanchalik energiya quvvati yoki bo'lmasa infratuzilma haligi tushuntirib berganimdek doirasida biz qancha tayyor emasligimiz u ikkinchi masaladir, lekin hamma shu narsani aktualligini biladi, hamma shu narsani global anaqangiligini biladi va o'shanga qarab harakat qilib turganligini men ya'ni fakt bilan bilaman. Bu qaysidir ma'noda biroz optimistik, pozitiv o'ylashni olib keldi. To'g'risi men o'ylagandim, ya'ni chunki mendagi o'sha bu pozitivlik yo'qligi Xitoy, ya'ni Koreya, Yaponiya kabi davlatlar hali model yaratdik deb bir da'vo ham qila olmayapti. Qanaqa qilib turib biz, demak bunda biz hech qanaqangi harakatni boshlaganimiz ham yo'q degan narsa. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni shunaqa nima bor edi. Mutaxassislar bor, lekin men quvontirib turgan narsa mana yoshlarni ko'ring. Nechta yoshlar Kaliforniyaga ko'chib ketyapti O'zbekistonda. O'zbeklar startap qilib, endi misol uchun Y kombinatoriga qabul qilindi yaqinda 2 kishi. Oldin bo'lmagan shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni bularning hammasi hozir axborot oqimi, chegara haqida o'sha gaplar ketmayapti-da. Baribir O'zbekistonga sizib kiradi, qaytib yoki O'zbekistondan sizib chiqadi, farqi yo'q, lekin
umumiy holatda bilmadim, ya'ni ko'proq xavfsizlik deyiladi, misol uchun bu narsada bosh qotirib turgandir. Tushunarli. Aka, oxirgi bir qisqa nima. Tasavvur qiling, xudo xohlasa 2050-yilda yana shu yerda uchrashdik. Kelamiz. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Bilmadim, mana shu studiyada bo'ladimi, mana shu nimada bo'ladimi? AI agar shu ko'rinishda davom etsa, nimalar yo'q bo'ladi deb o'ylaysiz? Bilmayman, aniq qo'y boqib turgan bo'laman. Qo'y boqish mumkin bo'lsa. Nega unaqa deyapsiz? Bir kun ko'pchilik bilan shunaqa hazillashamiz. Ibrohimjon aytdi ishkili menimcha buni. Najot ta'limdagi. Shu qo'y boqaman dedi. Menga ham yoqib qoldi shu g'oya. Ya'ni qo'y boqishda sakinat borda, tinchlik bor. Hozirgi kundagi mana axborot shumi? Bo'layotib turgan o'zgarishlarga tezligini hisobidan odam dam olishdan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Dam olsam qolib ketaman. Qolib ketaman. Shunaqa bo'lib turgan paytda odam mazza qilib hammasini unutib dam olgisi kelmamcha o'sha qo'y boqish eng zo'r narsa bo'lsa kerak. Chunki qo'yni o'zi xususiyatlaridan biri sokinlik borda unda, haligi nima emas, tishlamaydi, nima tepalmaydi ham bechora. Ajoyib. Ajoyib. Qo'y boqqim keladi. Balki 2050-yilda ham siz meni o'zimni AI bilan o'stiriladigan unaqangi nima deydi? Qo'y chorva firmangizga ham AI bilan o'stiriladigan entertainment uchun, ya'ni nima deydi, meni rohatlanishim uchun ataylab qilingan bir yaylovimdan qo'ylarim bilan kelaman. Studiyada qo'yni как eksponat sifatida ko'rsatamiz. Bilmadim, hazil albatta ular hammasi. Ajoyib, ajoyib. Aka, kattakon rahmat. Mana bizga 11 bo'ldi deyarli kelganingiz uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman aka. Salomat bo'ling. O'sha nimalaringizni ham, o'sha six packlaringizni ham xudo xohlasa joylab qo'yamiz, chunki ko'pchilikka manfaatli bo'ladi bu narsa. Qadriyatlarga asoslangan. Tomoshabinlar, afsus shu joyda bizning vaqtimiz tugaydi. Kattakon rahmat sizlar uchun ham. Albatta bu loyihani yana davom etishligi uchun like bosib, obuna bo'linglar va izohlarda savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Albatta aka, o'zingizning kanallaringizda yoki video bloklaringizda bu narsaga yaxshi savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zim ham tashlab qo'yaman sizga. Hammasida bir xil. 1% bilim YouTube'da ham, 1% bilim, ha. 1% bilim Instagramda ham, YouTube'da ham, anaqada ham hamma so'z bilan yoziladi. Endi balki videoni tagiga qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi. Aka, qisqa, nima uchun 1% bilim deyilgan? Bu mikroblogging orqali o'zi ochilgan loyiha edi. Ya'ni men kundalik nimalardir o'rganib boraman va shu o'rganish orqali hech bo'lmasa 1% odamlarga o'zgarish olib kiradigan bo'lsak, o'shanda unaqa degan unaqa bor edi. Ajoyib, ajoyib. Yozib qoldiringlar, yana kimlarni chaqirsak bo'ladi va keyingi AI seriyamizda AI va biznes, AI va ta'lim va AI va samaradorlik bo'ldi. Nima bo'lishini ham albatta yozib qoldinglar izohlarda. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Aka, kelganingiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Mazza qildim.